Bugungi muhokama qiladigan mavzuyimiz korrupsiya masalasiga bag'ishlanadi. Korrupsiya O'zbekistonda ko'payyaptimi yo kamayaptimi degan savol. Korrupsiyaga oid jinoyatlar oqibatida davlat manfaatlariga 2 trillion 812 milliard so'm zarar yetkazildi. Korrupsiya holati bo'lish kerak, unda manfaat talab qilish kerak yoki pora talab qilish kerak degan masala emasda bu yerda. Pora bermasa iloji yo'q, ish yurishmaydi. Ya'ni inson omili aralashayotganligi sababli yuzaga keladi. Manfaatlar to'qnashuvi bor bunda. Faqat bu yerda poraxo'rlik uchun faqat mansabdor shaxslar javobgar bo'ladi degan fikr noto'g'ri. Bu fuqarolar ham, tadbirkorlar ham aynan pora berish jinoyati bilan yoki shunga o'xshash korrupsiyaviy jinoyatlarda demak ayblanishi mumkin. Bitta dori vositasi haqiqiy narxiga nisbatan endi 1 million dollardan qimmat narxga xarid qilinganligi aniqlangan. O'zi 4 million dollarlik narsani 1 million dollarga oshirdik. Oyligi juda ko'p bo'lgan ham, ya'ni o'sha ijtimoiy nimadan olayotgan shaxs ham baribir ham korrupsiyaviy holatni sodir qiladi. Nima uchun? Sababi bunday shaxslarda moyillik ko'proq bo'ladi. Ya'ni shu jinoyatni sodir qilish uchun moyilligi bo'ladi, yo'q baribir men olishim kerak. Ya'ni berib o'rganmagan, ular olib o'rgangan hisoblanadi. Hozirgi kunda eng nozik masala, mana ATKAT tizimi haqida gapirdik. ATKAT tizimini hali ham bormi shu narsa? $1000 pora bilan qo'lga tushyapti. Qonunlardagi bo'shliqlar bu korrupsiyaviy omillarni keltirib chiqaradi. Fuqarolarimiz o'zi borib aytmaydi. Mana men korrupsiya sodir qildim yoki bo'lmasa pora berdim. Butun respublika bo'yicha o'tkazish, ya'ni elektron tarzda o'tkazish masalasini ko'ryapmiz. Bugun ko'tarilgan deyarli barcha yo'nalishlarda hali qiladigan ishimiz ko'p. Bu natijalar bilan uzoqqa bora olmaymiz. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, hurmatli O'zLiDeP press klubini ishtirokchilari. Bugungi muhokama qiladigan mavzuyimiz korrupsiya masalasiga bag'ishlanadi. Ya'ni korrupsiyani ham aynan bitta yo'nalishini biz muhokama qilmoqchimiz. Ya'ni tadbirkorlik sohasidagi korrupsiya. Korrupsiyaga qarshi kurashish sog'lom va barqaror tadbirkorlik muhitini yaratishi muhim sharti deb bugungi bizni press klubimizni mavzusini nomladik. Chunki O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasini saylovoldi dasturida ham va O'zbekiston 2030 strategiyasida ham bu belgilangan. Qolaversa mana 5-mart kuni hurmatli prezidentimiz tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Milliy kengashi yig'ilishida ham juda har bitta sohasiga to'xtalib o'tdilarki, bu korrupsiyaga qarshi kurashishni qanchalik darajada muhimligi, qanchalik darajada iqtisodiyotimiz, bizani taraqqiyotimizga juda katta zarar yetkazadigan illat ekanligi bu e'tirof qilindi va tegishli vazirlik idoralarga vazifalar belgilandi. Mana Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Xushvaqt aka Hayitov biz asosiy spiker sifatida taklif qilganmiz. O'zbekistondagi korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi ishlarni oxirgi yillardagi o'zgarishiga qanaqa baho berasiz? Hayitov Xushvaqt Saparbayevich Toshkent davlat yuridik institutida magistraturani tamomlagan. Yuridik fanlari doktori, professor. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining fan, ta'lim, madaniyat, sport va yoshlar masalalari qo'mitasining a'zosi. So'nggi 7-8 yil davomida hurmatli prezidentimiz bu korrupsiyaga qarshi kurashni umummilliy harakat darajasiga, butun jamiyatni ishi darajasiga ko'tardilar va bu muammoga qarshi kurash bo'yicha mana o'sha 5-mart kuni bo'lib o'tgan o'sha korrupsiyaga qarshi milliy kengash yig'ilishida ham alohida ta'kidlandiki, hamma ishtirok etishi kerak. O'sha madaniyat xodimlari, yozuvchilar, o'qituvchilar, ziyolilar, jamiyatni taraqqiyotiga befarq bo'lmagan har bir inson bu narsaga hissa qo'shishi kerak. O'zi mana shunaqa bir yondashuv bor. O'sha korrupsiyani kamaytirish uchun faqat javobgarlikni oshirish kerakmi, shuni o'zi yetarlimi degan shunaqa fikrlar bo'ladi, lekin faqat javobgarlikni kuchaytirishni o'zi yetarli emas, balki uni sabablari bilan hurmatli prezidentimiz ham ma'ruzalarda aytdiki, o'sha preventiv choralarni kuchaytirish masalasi. Bevosita mana vazirlik idoralarimiz aynan shu yo'nalishda ish olib boradi. Har bitta vazirlikni o'zini shu bo'yicha mas'ulligi bor, vazifasi bor, shu bo'yicha o'zini chora-tadbirini ko'rib borish kerak. Bu korrupsiya aniqlangandan keyin biz uni oqibat sifatida qaraymiz. Mana so'nggi yillarda agar raqamlarga qaraydigan bo'lsak, so'nggi 5 yil, 6 yil davomida korrupsiyaviy jinoyatlarning soni oshib borgan. Bu nimani bildiradi? Bu korrupsiya O'zbekistonda ko'payyaptimi yo kamayaptimi degan savol qo'yilganda, korrupsiya sezuvchanligi oshganligini natijasi. Ya'ni jamiyat murosasizligi oshyapti. Ya'ni ilgari korrupsiyaviy jinoyatni odamlar gapirishga, u korrupsiyani sodir etgan shaxsga qarshi qanaqadir bir
harakat qilishga odamlar cho'chib turgan bo'lsa, hozir dadillashgan. Jamiyat aytayaptiki, kerak emas bizga bunaqangi mansabdor, poraxo'r bo'ladigan bo'lsa, bizga kerak emas bunaqa mansabdor degan fikrni dadil aytyapti va buni natijasida mana korrupsiyani, jinoyatlarni ochilish darajasi oshib boryapti va axborotlarni ochiqlik sharoitida bu narsada fuqarolarda ham o'sha kerak bo'lsa o'sha soha xodimlarida ham uni ochish imkoniyati kengayapti deb o'ylayman. Rahmat. Xushvaqt aka, mana har xil talqin bo'lishi mumkin-da. Mana olim inson sifatida siz juda bir chiroyli ta'riflab berdingiz. Haqiqatan korrupsiyani sezuvchanlik bizni o'sha xususiyatimiz jamiyatda oshib borganligini biz bundan sezishimiz ham mumkin ekan. Bu olimlarning fikri, mana rahmat, bu alohida shunaqangi fikr talqin uchun. Lekin bu bizlar uchun xotirjamlikka beriladigan sabab emas. Endi men Ulug'bek aka, Abruyevga men so'z bermoqchiman. Ulug'bek aka, mana sizlar korrupsiyaga qarshi kurash agentligi korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha tadqiqotlarni, barcha o'sha yo'nalishdagi vazifalaringiz ko'p. Endi o'zi umuman olganda korrupsiyani kelib chiqish sabablari, holatlari bugungi kunda qanaqangi turdagi korrupsiyalar uchrayapti, korrupsiya holatlari qaysi sohalarda? Abruyev Ulug'bek Olimxonovich, O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini tahlil va monitoring qilish boshqarma boshlig'i o'rinbosari. 2024-yilda korrupsiyaga oid jinoyatlar oqibatida davlat manfaatlariga 2 trillion 812 milliard so'm zarar yetkazildi. Bu 2023-yildagi 1 trillion 435 milliard so'mga nisbatan 1 trillion 377 milliard so'mga yoki 96% ga ko'pdir. Ushbu zararning 1 trillion 500 milliard so'mi, ya'ni 53% qoplandi, lekin qolgan qismi hali to'liq bartaraf etilmadi. Zararning eng yuqori ulushi quyidagi viloyatlarda qayd etildi. Andijonda 680 milliard so'm, Toshkent 332 milliard so'm, Namangan 308 milliard so'm, Sirdaryo 289 milliard so'm. Jinoyatlarning asosiy yo'nalishlari 123 holatda ishga joylashish, 292 holatda bank kreditlari noqonuniy ajratish, 640 holatda byudjet mablag'laridan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan holatlar. Bu ko'rsatkichlar davlat xizmati moliyaviy tizimi va byudjet mablag'larini boshqarishdagi zaif nuqtalari mavjudligini ko'rsatadi. Yuqori aytganidek, aynan tadbirkorlik yo'nalishida qaysi muammolar bog'liqlik joylarini agar qaraydigan bo'lsak, bu ko'proq byudjetdan mablag' foydalanish deganda davlat xaridlari to'g'risida ko'proq gap ketadi va eng asosiysi tadbirkorlarimiz uchun birinchi navbatda zarur bo'lgan kreditlarning masalasini ko'radigan bo'lsak, bu yerda ham korrupsiyaviy xavflarni oshganini ko'rsak bo'ladi. Korrupsiyaga oid jinoyatlar dinamikasi. Eng ko'p sodir etilgan korrupsiyaga oid jinoyatlar turlari bo'yicha qaraydigan bo'lsak, o'zlashtirish yoki mana chiqdi. O'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish 2023-yilda 3587 ta holatda bo'lgan bo'lsa, 2024-yilda 4189 ta holatda takror qilingan. Ya'ni 17% ga osishini ko'rgan bo'lishimiz mumkin. Firibgarlik 935 ta holat 2023-yilda, 2024-yilda 1191 ta holatda oshgani, ya'ni 27% ga oshganini yana ko'rsak bo'ladi. Pora olish 210-moddasi bilan baholangan. 23-yilda 142 ta holatda, 24-yilda 187 ta holatda, ya'ni 32% ga osish suratlari ko'rinib turibdi. Mana bu jadvalda aniqroq ko'rsak bo'ladi. Pora berish holatlari 1009 ta 23-yilda bo'lgan bo'lsa, 24-yilda 1086 ta holatda, ya'ni 8% ga oshgan. Hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish yo'nalishida nisbatan sal kamroq. Bu 23-yilda raqamlar 200 ta holatda bo'lgan bo'lsa, 24-yilda 188 ta holatda 6% ga kamayish bor. Va mansab soxtakorligi 101 ta holat 23-yilda va 106 ta holat, ya'ni 5% ga o'sish bilan 24-yilda ko'rinib turibdi. Hududiy tahlillar bo'yicha yuqorida sal aytib o'tib ketdim. 2024-yilda
korrupsiyaga oid jinoyat respublikaning 11 viloyatda 23-yilga nisbatan o'sdi, 3tasida esa kamaydi. Eng ko'p jinoyatlar Andijon viloyati, yuqori aytilgandek 882 holatda, Namangan 877 holat, Toshkent 697 ta holatda, Qashqadaryo 695 holat, Samarqandda 643 holatda aniqlandi. O'sish ko'rsatkichlari bo'yicha Samarqandda 72.8, Qoraqalpog'istonda 52.2, Toshkent shahri 31.1, Toshkent viloyatida 20.2% oshganini ko'rsak bo'ladi. Bu ko'rsatkichlar korrupsiyani hududlar bo'yicha bir xil tarqalmaganligi va mahalliy xususiyatlarga ega ekanligini ko'rsatadi. Masalan, Samarqandda keskin o'sishi 72.8% ga u yerdagi iqtisodiy faollik yoki nazorat tizimi o'zgarganligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni qayerda iqtisodiy faollik oshadigan bo'lsa, shunaqa holatlar ham ko'payishi tabiiy hol deb hisoblayman. Lekin bularni oldini olish, chora ko'rish masalasi yana ham kuchaygan hisobiga bu raqamlarni ko'rib turishimiz mumkin. Sohalar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, korrupsiyaga oid jinoyat sohalar bo'yicha quyidagicha taqsimlandi. Maktabgacha va maktab ta'limi 654 nafar, 2023-yilda 474 nafar mansabdor shaxs aniqlangan edi. Korrupsiyaviy qonunbuzarliklarga yo'l qo'ygan. Sog'liqni saqlashda ko'radigan bo'lsak, 342 nafar 24-yilda, 23-yilda 299 nafar. Tijorat banklari 271 nafari 24-yilda va 23-yilda 323 nafar. Huquqni muhofaza qiluvchi organlarda 248 nafar, 23-yilda esa 211 ta holat bo'lgan. Bandlik yo'nalishida 202 nafar, 2023-yilda 66 ta holatda aks ettirilgandi. Shuningdek, elektr tarmoqlari 111, mahalliy hokimliklar 106, oliy ta'lim 90 va boshqa sohalarda ham jinoyatlar qayd etildi. Alohida e'tibor berish kerakki, muqaddam sudlangan 1211 nafar shaxs qayta jinoyat sodir etdi. Ulardan 585 nafari avval korrupsiya uchun jazolangan edi. Bu davlat xizmatiga kadr tanlashdagi muammolarni ko'rsatadi. Muqaddam sudlangan shaxslarning qayta ishga qabul qilinishi jinoyatlar takrorlanishiga sabab bo'lib kelyapti. Bu narsaga ham alohida e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, 2024-yilda O'zbekistonda korrupsiyaga oid jinoyatlar soni va ular keltirilgan zarar o'tgan yilga nisbatan sezilarli o'sdi. Bu qonun ustuvorligini ta'minlashdagi sa'y-harakatlari samarasi bo'lishi bilan birga tizimdagi zaifliklarni ham ochib bermoqda. Ya'ni muammolar hali bor. Bu muammolarni birgalikda hal qilishimiz kerak. Korrupsiyaga qarshi kurashda faqat jazo choralari emas, balkim kadr tanlovi, shaffoflik va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish kabi profilaktik usullar muhimdir. Sabablari bo'yicha biz ichiga kirsak, nima sababdan o'zi bu jinoyatchilik ko'payyapti va sodir bo'lyapti? Shu narsani ochaylik. Sabablariga qaytadigan bo'lsak, o'sha yuqori aytmoqchi bo'lganimdek, 3 ta asosiy yo'nalishda ajratib olishimiz mumkin. Ijtimoiy sabablar, ya'ni o'zimizdagi mentalitetda endi pora bermasa iloji yo'q, ish yurishmaydi va shunga o'xshagan fikrlarni shakllanib qolganligi. Bundan tashqari siyosiy sabablari ham bo'lishi mumkin. Masalan, mansabdor shaxslarga aynan korrupsiyaviy huquqbuzarlikka yo'l qo'yganlarga nisbatan jazo qo'llanilishi yetarli darajada bo'lmaganligi yoki bajarilayotgan lavozim vazifalaridan qanchalik qoniqyapti, aynan o'sha aholi, fuqarolar o'shandan so'rov kam bo'ladigan bo'lsa, ya'ni so'rov, nazorat yetarli darajada bo'lmaydigan bo'lsa, korrupsiyaga yo'l ochib berilishi mumkin. Va uchinchisi bu iqtisodiy holatlarni ko'rsak bo'ladi, iqtisodiy sabablar bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda agar resurslarda defitsit bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha resurslarda man olaman deb yoki masalan ayrim protseduralarimiz bor, kommunal xizmatlarga ulanishida yoki boshqa bir ruxsat beruvchi organlar tomonidan yoki nazorat qiluvchi organlar tomonidan inson faktorlari saqlanib qoladigan bo'lsa, subyektiv faktorlar saqlanib qoladigan bo'lsa, ular ham korrupsiyaviy o'sha qonunbuzarliklarga yo'l qo'yib berishi mumkin. Rahmat Ulug'bek aka.
ma'lumotlar uchun, fikrlaringiz uchun rahmat. Joyingizga egallab olishingiz mumkin. Endi shu savolni men to'g'ridan to'g'ri shu jinoyatlar bilan yana ishlaydigan o'sha O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti vakillariga bermoqchiman. Sirojin aka javoblayib, marhamat. Javliyev Sirojiddin Nazrullayevich O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentida ijtimoiy sohada korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi alohida muhim ishlar bo'yicha tezkor vakili, adliya maslahatchisi. Mavzu juda dolzarb. Bugungi kunda o'sha tadbirkorlik, korrupsiyaga qarshi kurashish tadbirkorlik rivojlanishning muhim sharti deb belgilanishi, bu o'zi ko'rinib turibdiki, tadbirkorlik sohasida aynan korrupsiyaning bugungi kunda juda ko'p aniqlanayotganligi, tez uchrab turayotganligi hayotni o'zi ko'rsatib turibdi. Ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida, chiqishlarda juda ko'p e'lon berilyapti bu bo'yicha. Ko'rsatkichlar berildi. Hozirgina speaker tomonidan bu yillik ko'rsatkichlar dinamikasi tahlil qilib ko'rildi. Bular qanday paydo bo'lyapti? Buni sabablari nima degan savol tug'ilishi tabiiy. Men albatta biz Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti korrupsiyaga qarshi kurashuvchi asosiy organlardan biri hisoblanadi. Bu qonunda belgilangan 5 ta organning bittasi hisoblanadi. Departament organlari tomonidan aynan tadbirkorlik sohasida korrupsiyaga qarshi kurash borasida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlarida 2024-yilda 294 ta jinoiy faoliyat fosh etilgan. 278 ta tadbirkorlik huquqlarini buzilganligi aniqlangan va tegishli choralar ko'rilgan. Tadbirkorlarning buzilgan huquqlari tiklangan. Bu qaysi sohalarda bo'lgan? Tahlillar shuni ko'rsatyaptiki, bu asosan mahalliy hokimliklar, bank, soliq, elektr, gaz, suv ta'minoti, qurilish, bandlik, sanitariya, epidemiologiya, osoyishtalik va jamoat salomatlik markazi, monopoliya, ekologiya, veterinariya, moliya, davlat aktivlari, kadastr va uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi tizimidagi tashkilotlarda sodir etilgan. Endi yuqorida ham aytdingiz, asosiy qaysi yo'nalishlarda? Bugungi kunda tez uchraydigani, ko'p uchraydigani bu davlat xaridlari sohasida uchrayapti. Davlat xaridlari sohasida uchrayapti. Bu tahlillar asosida o'tkazilgan o'rganishlarda 291 ta holatda o'sha o'tgan yilda jinoiy faoliyat fosh etilgan bo'lsa, bularni bunday yo'nalishlar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, haqiqatda mana asosiy buning 30-40% xarid qilingan mahsulotni yetkazib bermaganligi aniqlangan. Bajarilgan ishlar, o'sha bajarilishi lozim bo'lgan ishlar bajarilmay qolgan. 83 ta holatda, bu ham katta ko'rsatkich bo'lgan, asosiy umumiy ko'rsatkichni hisobga olganda mahsulotlarni qimmat narxda xarid qilinganligi aniqlangan. Ya'ni tender savdolariga, elektron savdolarga mahsulotning narxini qimmat narxda qo'ygan. Bozor narxlariga nisbatan qimmat qo'yib, qimmat xarid qilgan. Va byudjet mablag'larini talon-toroj qilinishiga olib kelgan. Keyingi eng katta ko'rsatkich bu asosan nazorat o'lchovlarida kamomatlar aniqlangan. O'rganishlar davomida o'sha xarid qilingan mahsulotlarning kamomati yuzaga kelganligi aniqlangan. Ya'ni o'sha talon-torojga yo'l qo'yilgan. Yana to'g'ridan to'g'ri shartnomalar orqali xarid qilingan xaridlarda ham qonun buzuvchilarga yo'l qo'yilganligi, shuningdek manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilganligi, davlat xaridlarining boshqa shartlari, boshqa shartlarni ham buzilganligi aniqlangan. Ikkinchi yana bir muhim masala ko'tarildi. Endi buni hozir davlat xaridlarida nimaga shunday holatlar yuzaga kelgan degan savolga javob beradigan bo'lsak, asosan bu sohalarda o'sha raqamlashtirish kechikyapti. Barcha davlat idoralarida davlat xaridlarini amalga oshirayotgan idoralarda aynan xaridlarni elektron o'sha raqamlashtirish masalasi to'liq yechimini topmaganligi, ya'ni inson omili aralashayotganligi sababli yuzaga kelyapti. O'sha xaridlarga qo'yiladigan mahsulotlarning narxini, bozor narxini shu avtomat uni shakllantirilishi, aniqlash mexanizmi hali joriy qilinmagan. Uni qaysidir takliflarda olib, manfaatlar to'qnashuvi bor bunda ham. Qaysi o'ziga yaqin bo'lgan fermalarning takliflarini olib, shu narxni baland o'zlari qo'yib, o'zlari tender savdolarini o'tkazib, xarid qilish natijasida yuzaga kelgan. Sirojin aka,
mana juda bir muhim mavzuni, ya'ni davlat xaridlari masalasini, davlat xaridlarida o'sha yuqorida aytdingiz-ku, o'sha 30-40% holatda o'sha mahsulotlarni to'g'ri yetib kelmasligi, sun'iy narxlarni oshirish masalasi, to'g'ridan to'g'ri shart. Shu holatlarni misollar bilan aytib bersangiz, ham bu mavzumizni maqsadiga biz erishgan bo'lardik. Kurashish uchun nima ish qilishimiz kerakligi nuqtai nazardan va muammo nimadaligini ko'pchilikka bizni xabardor qilardik. Marhamat. Albatta, departament organlariga juda keng imkoniyatlar yaratib berildi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan o'tgan yili qabul qilingan qarorlar doirasida, farmonlar doirasida departament organlariga bugungi kunda jinoyatlarni aniqlash, uni tergov qilish, sudgacha olib chiqishgacha bo'lgan barcha vazifalar yuklatildi. Endi davlat xaridlari sohasida misollar keltiradigan bo'lsak, deylik, amaliyotda uchraydigan birgina misolni aytaman. Misol uchun dori vositalari. Dori vositalari bu bizdan ko'p dori vositalari bizda import bo'lib keladi chet davlatlardan. Misol bitta holatda bitta dori vositasi haqiqiy narxiga nisbatan endi kolичествоsi sal ko'proq miqdori $1 million narxga, qimmat narxga xarid qilinganligi aniqlangan. O'zi $4 million narsani $1 million ga oshirib kelgan. Shunda $4 million narsani $5 million ga xarid qilganmi? Xarid qilgan. Mana shunaqa holatlar aniqlangan. Bu tegishli jinoiy ishlar qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilgan bu bo'yicha misollarni keltirish mumkin. Nima uchun? O'sha dori vositalari oldin ham kelgan. Bu chet davlatda ishlab chiqarilgan. Sun'iy intellektni yoki bo'lmasam qanaqadir raqamlashtirishni amalga joriy qilinganda edi, buni haqiqiy narxini aniqlashtirib, uni tenderga qo'ysa bo'lardi. Savdoni amalga oshirsa bo'lardi. Bu jarayonlarda inson omili aralashgan. Inson omili aralashganligi oqibatida mana shu qimmat narxda xarid qilish holati aniqlangan. Bu bitta misol. Bu boshqa har qanday xaridlarda bo'lishi mumkin. Har qanday xaridlarda shunday holatlar kuzatilishi mumkin. Xuddi shuningdek yuqorida yana aytdingiz, qurilish sohasi bugun eng nozik sohalardan bittasi bu qurilish sohasi. Hurmatli prezidentimizning o'tgan yili yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash borasida o'tkazilgan yig'ilishlarida ham aynan yashirin iqtisodiyot ko'lami eng katta bo'lgan sohalardan biri bu qurilish deb e'tirof etdilar. Aynan nima uchun yashirin iqtisodiyotga men to'xtaldim? Chunki bu ham korrupsiyaga to'g'ridan to'g'ri aloqasi bo'lgan soha hisoblanadi. Korrupsiya rivojlangan sohada yashirin iqtisodiyot ham rivojlanadi. Yashirin iqtisodiyot bu 5 ta sohani bittasi, bu qurilish sohasida yashirin iqtisodiyot ko'lami kengayib ketgan, yashirin iqtisodiyotning hajmi oshib ketgan deb topilgan. Aynan shu sohada o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlarida 130 ta holatda korrupsiyaviy jinoyatlar fosh etilgan. O'tgan yili bu qurilish sohasida. Bu qaysi yo'nalishlarda? Asosan bu yer ajratish bilan bog'liq. Bu ko'rsatkichlarning 70% ni tashkil etadi. Yer ajratishda korrupsion holat, qurilish uchun yer ajratishda aniqlangan holatlar. Yer ajratish u auksion tizimiku. U qanaqasiga unda korrupsiya bo'lishi mumkin? Yo'q, aynan auksion orqali hal qilib beraman deb mas'ullar o'sha auksionga chiqarish uchun korrupsiya holatlari bo'lyapti. Albatta, o'sha joyda auksionga qo'yib beraman deydi, auksion orqali yutishga yordam beraman deydi. Har xil faktorlar bo'lishi mumkin. Demak, auksion masalasi ham yer ajratish sohasidagi korrupsiya holatlarini bartaraf qilishdagi oxirgi yechim bo'lmagan ekan. Demak, buni auksionga chiqazishgacha bo'lgan jarayonida endi korrupsiya holatlari uchrayotgan. Albatta, shaffof bo'lish kerak. Auksionga qo'yiladigan yerlar ro'yxati e'lon qilinib, uni tadbirkorlar doimiy bilib borish kerak. O'sha qo'yilishi mumkin bo'lgan joylar bor, qo'yilishi mumkin bo'lmagan joylar bor. Bu bo'yicha ham tadbirkorlar o'ziga bilib olish kerak. Endi bitta narsani tushunish ham kerak. Tadbirkorlar ham aynan mana shu joyda menga qo'yib ber deb ham boradi-da. Endi tadbirkorga kerak joy qo'yilmagan bo'lgandan keyin o'ziga ma'qul joyi so'raydi tadbirkor. Tadbirkorga qanaqa joy kerak? O'ziga qulay joy kerak, transportga, lokatsiyasi eng qulay joy bo'lishi kerak. Qo'yilmagandan keyin borib iltimos qiladi tadbirkor. Lekin u vaqtda bu degani u korrupsiya holati bo'lish kerak, undan manfaat talab qilish kerak yoki pora talab qilish kerak degan masala emasda bu yerda. Albatta. Endi bitta narsa bor, Toshkent shahrida bosh rejasi ishlab chiqilgan. O'sha rejalarda o'sha bir Toshkent shahri misolida aytyapmiz. Qurilishi mumkin bo'lmagan joylar ham bor. Qurilishi mumkin bo'lgan joylar ham bor. Agar u qurilishi mumkin bo'lsa, u savdoga chiqarilmagan bo'lsa, uni o'ylab ko'rish kerak. Agar qurilishi mumkin bo'lmagan joyda
u har qanday holatda savdoga chiqarolmaydi. Ko'pida firibgarlik holatlari ham bor. Sirojin aka, rahmat. Yana qo'shimchalar bo'lsa davom etaveramiz. Endi holatlar bo'yicha. Endi biz hozir ko'rayotgan masalamiz asosiy sabablar nimadan iborat degan masalaga to'xtalyapmiz. Sabablari haqida shu vaqtdagi sizda agar fikrlaringiz bo'lsa marhamat. Sabablarni tahlil qilganda sabablar ko'p. Bu bitta omilga bog'lab bo'lmaydi. Masalan, biz davlat xizmatchilarini malaka oshirish tizimida ko'p darslar olib borganimizda shu narsa ma'lum bo'lganki, ko'pchilik davlat xizmatchilari shu ish haqi maoshini kamligi, iqtisodiy muhtoj bo'lganligini sabab qilib ko'rsatish holatlari ham bor. Shu bilan birgalikda yuqori maosh oladigan davlat xizmatchilari o'rtasida ham aynan shunaqa korrupsiyaviy poraxo'rlikka oid jinoyatlar uchrab turadi. Endi mana boya yuqorida aytib o'tdingiz, o'sha tadbirkorlar yoki fuqarolar ham davlat xizmatchilaridan noto'g'ri qilish mumkin bo'lmagan, qonunda taqiqlangan harakatlarni qilishni so'raydi va buni evaziga pul taklif qiladi. Buni o'zi jinoyat hisoblanadi. Bu 211-modda Jinoyat kodeksimizda, ya'ni pora berish yoki shunga demak davlat xizmatchisini da'vat etishning o'zi o'sha jinoyat tugallangan hisoblanadi. Agar davlat xizmatchisi shu fuqaroga nisbatan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bersa, fuqaroning shunaqa taklifi bo'yicha, mana kuni kecha bir Surxondaryoda ham shunaqa holat aniqlandi va bunaqa holat bo'yicha fuqaroga nisbatan ham javobgarlik bo'ladi. Shuning uchun faqat bu yerda poraxo'rlik uchun faqat mansabdor shaxslar javobgar bo'ladi degan fikr noto'g'ri. Bu fuqarolar ham, tadbirkorlar ham aynan pora berish jinoyati bilan yoki shunga o'xshash korrupsiyaviy jinoyatlarda demak ayblanishi mumkin. Shuning uchun sabablar juda ham ko'p, lekin eng muhimlaridan biri bu hurmatli prezidentimiz ham juda o'zlarining ma'ruzalarida alohida urg'u berdilar. Bu halollik vaksinasi bo'yicha biz o'sha fuqarolarni huquqiy madaniyatini oshirish, davlat xizmatchilarini, ayniqsa o'sha kadrlarni tanlash joy-joyga qo'yish jarayonida ularni halollik vaksinasi bilan emlashimiz kerak. Ya'ni bu nima degani? Bu o'sha davlat xizmatchilarini maqsadi halollik bo'lishi kerak. To'g'rilik, qonuniylik, adolatlilik bo'lishi kerak. U qonunni bo'shlig'i bormi yoki qonunni aylanib o'tish imkoniyati bormi yoki bo'lmasa javobgarlikdan qutulish imkoniyati bor bo'lgan holatda ham o'zini ongli ravishda o'sha korrupsiyaga yo'l qo'ymasligi kerak. Masalan, shunaqa holatlar bo'ladiki, o'sha qonunni aylanib o'tish yoki qonunni bo'shliq joylaridan foydalanish imkoniyati bo'lishi mumkin. Yoki mana bizda ma'muriy boshqaruvda shunaqa bir tushuncha bor. Ma'muriy ixtiyoriylik borda, diskretsion normalar. Va mana shu yerda juda ko'p korrupsiya paydo bo'ladi. Lekin mana shu ixtiyoriy normani qonun 100% tartibga sola olmagani uchun davlat xizmatchilariga shunaqa vakolatlar beradi-da. Mana o'sha siz aytyapsiz-ku, mana auksion bo'lsa qanaqa korrupsiya bo'ladi? Lekin o'sha auksionni ham kim tashkil qiladi? O'sha kadastr xizmatlari, mahalliy hokimliklar, o'sha yerni tasarruf etish, boshqarish huquqiga bo'lgan organlar, demak, ular kelishgan holda uni auksionga qo'yadi va boshqa hujjatlarni elektron nazorat qiladi. Lekin mana shu yerda agar uni maqsadi pora olish bo'lsa, endi uni to'xtata olmaysiz. U fuqarolarni, ayniqsa soddaligidan, fuqarolarimiz tezroq ishim bitsin deb pul taklif qilishdan foydalanib, ko'p holatda shu narsaga yo'l qo'yishadi. Shuning uchun halollik masalasini davlat xizmatchilariga ham va fuqarolarga ham keng tushuntirishimiz kerak. Rahmat. Salomat opa Niyozovani ham taklif qilganmiz bugun, Toshkent davlat yuridik universiteti professori. Niyozova Salomat Saparovna Samarqand davlat universitetining huquqshunoslik fakultetini tamomlagan. Toshkent davlat yuridik institutining jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasi professori, Oliy Majlis Senatining sud huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish qo'mitasi eksperti, O'zbekiston Respublikasi Kriminologiya kengashi a'zosi. Hozir men aytib o'tayotgan choralar kriminal choralar kiradi. Kriminologiya fanida jinoyatchilikni sabablarini o'rganamizda. Mana shu jinoyatchilik nima uchun vujudga keldi? Bu spikerimiz aytib o'tdilar, to'g'ri, iqtisodiy, moddiy, ma'naviy va siyosiy. Bundan tashqari ham sabablar bor. Mana ko'p holatlarda korrupsiyaviy jinoyatchilikni sabablaridan bittasi oylik bilan taqashadi, lekin bunday olib qaraganda oyligi juda ko'p bo'lgan ham, ya'ni o'sha ijtimoiy nimadan olayotgan shaxs ham
baribir ham korrupsiyaviy holatni sodir qiladi. Nima uchun? Sababi bunday shaxslarda moyillik ko'proq bo'ladi. Ya'ni shu jinoyatni sodir qilish uchun moyilligi bo'ladi, yo'q baribir men olishim kerak. Ya'ni berib o'rganmagan, ular olib o'rgangan hisoblanadi. Shundan kelib chiqib turib ham sabablar sifatida biz shuni ham kiritib o'tamiz. Va bundan tashqari sabablar sifatida biz yana bir narsani kiritamizki, bu qonunlardagi bo'shliq. Ya'ni bitta qonun qabul qilinadi, ikkinchi qonun inkor qilinadi u yerda. Ya'ni korrupsiyaviy harakatni sodir qilayotgan shaxs o'sha korrupsiyaviy holatni yo'l qo'yib berayotgan normani ko'proq tanlaydi. Va ana u norma demak korrupsiyaviy holatni yuzaga keltiradi. Bu xoh tadbirkorlik faoliyati bo'lsin, xoh sog'liqni saqlash, xoh ta'lim, qaysi sohada bo'ladigan bo'lsa ham qonunlardagi bo'shliqlar bu korrupsiyaviy omillarni keltirib chiqaradi. Yana bitta bo'shliqlardan bittasi, mana men boya aytib o'tdim, korrupsiyaviy holatlar qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar latinga aylangandan keyin, ya'ni yashirinib qolgandan keyin ikkinchi jinoyatni keltirib chiqaradi. Ya'ni ikkinchi bir korrupsiyaviy holatni keltirib chiqaradi. Prezidentimiz bekorga 5-martdagi ma'ruzalarda aytib o'tmadilar. 75% korrupsiyaviy holat maishiy sohada sodir etilyapti. Yoki bo'lmasa qaysidir foizi tadbirkorlik sohasida sodir etilyapti. Yoki qaysidir foizi davlat xaridlarida sodir etilyapti. Bular ham bejizga emas, sababi mana shu omillarni barchasi mana shu korrupsiyaviy jinoyatlarni sodir etishga sabab bo'ladigan omil sifatida qaralyapti. Chunki prezidentimiz tomonidan 2020-yillarda, mana 2017-yilda o'z qonun qabul qilindi, korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun. U bejizga emas, sabab shu paytgacha korrupsiyani oldini oladigan, korrupsiyaga ta'rif beradigan, manfaatlar to'qnashiga ta'rif beradigan qonunni o'zi yo'q edi. 2008-yilda faqatgina korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'sha konvensiyasiga qo'shilish to'g'risidagi qonunimiz qabul qilingan edi. Ungacha biz boshqa qonunlar, qonun osti me'yoriy hujjatlar va shu bilan bir qatorda jinoyat, ma'muriy javobgarlik kodekslar bilan va boshqa kodekslar bilan tartibga solib kelayotgan edik. Shundan kelib chiqib turib, mana sabablari ham bejizga emas-da. Qonun qabul qilingandan keyin prezidentimiz bir qancha qarorlari, farmonlari qabul qilindi va mana shu qabul qilingan qaror, farmonlari asosida ham bir qancha vazifalar belgilab berilgan edi. Bu vazifalardan biri nima edi? Davlat xizmatchilarini mol mulkini deklaratsiya qilish bilan bog'liq masalalardi. Yoki bo'lmasa reyestrini yuritish bilan bog'liq bo'lgan masalalar edi. 2022-yil yanvardan boshlab mana shu masalalar hal qilinishi kerak edi. Lekin hal qilinmadi-da, bizda mana tadbirkorlik sohasida ham, qurilish sohasida ham, ta'lim sohasida ham, sog'liqni saqlash tizimida ham korrupsiyaviy holatlar avj ola boshladi-da, natijada latentligi natijasida ko'payotganligini ham biz mana statistikada latentlik ko'rinmaydi. Sababi tabiiy va sun'iy latentlik bo'ladi. Fuqarolarimiz o'zi borib aytmaydi. Mana men korrupsiya sodir qildim, yoki bo'lmasa pora berdim, yo mana shu maishiy ishimni amalga oshirayotgan vaqtda yo ta'limga borganda, yo sog'liqni saqlashga borganda uni cho'ntagiga pul tiqib qo'ydim deb aytmaydi. Ana shuni hisobiga ham demak jinoyat fuqarolar tomonidan yashirinib qolinadi. Huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlaridan esa tomonidan bo'layotgan narsalar sun'iy ravishda yashirinib qolinadi. Natijada bu ham bitta sabab sifatida qaraladi. Jinoyatlarning yashirinib qolinish holati. Shuni hisobida ham mana yuqorida aytib o'tgan spikerlarimiz davlat xaridlarida ham ko'payib ketganligini. Bekorga prezidentimiz ma'ruzalarda aytmadilar. Demak, davlat xaridlari bilan bog'liq bo'ladigan har qanday xatti-harakatlarni sun'iy intellekt orqali aniqlashtirish kerak, raqamlashtirish kerak. To'g'ri, biz inson omilini aytib o'tyapmiz, lekin inson omili qachonlardir inson omilidan chet bo'lgan taqdirda ham korrupsiyaviy holatlar ham yuzaga kelmaydi deb ham biz ayta olmaymiz hali. U sun'iy intellekt orqali ham sodir qilish mumkin. Prezidentimiz bekorga aytmadilar, shu korrupsiyadagi holatlarda kiber korrupsiyaga ham ko'proq urg'u berdilar. Sababi bunga globallashuv davrida, zamonaviy axborot asri davrida biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish chog'ida ham o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali korrupsiyaviy jinoyatlarni turlarini sodir qilish holatlari kuzatilyapti. O'sha firibgarlikda ham, o'zlashtirish yoki rastrata qilish yo'li bilan talon-taroj qilishda ham. Rahmat. Men so'zni Ichki ishlar vazirligi vakillariga bermoqchiman. Ichki ishlar vazirligida bu ko'rsatkichlar qanaqa va sabablari sizlarda qanaqa tahlil qilingan? Marhamat. 2024-yilda Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamentini aynan mana shu iqtisodiy va korrupsiya, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'linmalari tomonidan olib borilgan, o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida jami demak 3292 ta jinoyatlar aniqlangan va mazkur jinoyatlar ichida aynan kichik, o'rta va kichik biznes bilan bog'liq demak jinoyatlar soni 199 tani tashkil etadi
umuman olganda korrupsion jinoyatlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchilar o'rtasida bu turdagi jinoyatlarni sodir etish holatlari juda kam ro'y beradi aslida, chunki ularni vakolatlari nuqtai nazaridan yoki olib borayotgan ishlar nuqtai nazaridan o'zi korrupsion holatlarga aralashish holatlari tadbirkorlik faoliyatini yurituvchi subyektlar tomonidan kam. Lekin boya mana spikerlarimiz ta'kidlab o'tganlaridek, pora berishga dalolat qilish yoki o'sha davlat xizmatchilarini, demak, korrupsion jinoyatlarga jalb qilish bilan bog'liq holatlarda aynan tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi subyektlarda uchrashi mumkin bo'lgan holatlar bu masalaga Shokurjon aka bir aniqlik kiritib olishimiz kerak, aniqlashtirib olishimiz kerak. Bu yerda tadbirkorlar, biz ham mavzuni tanlayotgan paytimizda tadbirkorlarni barqaror rivojlanishi uchun, sog'lom muhit bo'lishi uchun bu korrupsiyaga qarshi kurashishimiz kerak deb kelishib oldikda. Endi korrupsiyani tadbirkorlikka bog'layotgan paytda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun u tadbirkorga to'siq bo'layotgan yoki u ro'para kelayotgan korrupsiya holatlari haqida. Bizni vazifamiz jinoyatchilikka qarshi kurashish. Tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha vakolatli organlar bor va ular ham o'zlarining vazifalarini bajaryapti. Va huquqni muhofaza qilish organlarining oldiga ham bugungi kunda vazifalar belgilab berilgan. Tadbirkorlikni rivojlantirish, erkin tadbirkorlik, shaffof tadbirkorlikni shakllantirish, bu bo'yicha hududlardagi ichki ishlar organlari, hududiy ichki ishlar organlari rahbarlarining oldiga ham vazifalar qo'yilgan va ular ham o'zlarining hududlarida, xizmat hududlarida mana shu ishlarni bajarish bo'yicha o'zlariga belgilab berilgan vazifalarni bajarishyapti. Va eng muhimi, mana o'tkazilayotgan sayyor qabullarda ham bizga murojaatlar kelib tushadi. Aynan tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish borasida va bu borada ham bizlar o'sha o'zimizni belgilangan vazifalarni bajarishda davom etyapmiz. Endi siz o'sha biz xohlaysizmi yo'qmi, bizning vazifamiz jinoyatchilikka qarshi kurash. Shuning uchun bizda shunaqa raqamlar bo'ladi. Marhamat. Xo'p, shu nuqtai nazardan yana bir oxirgi jarayonda bo'layotgan tendensiya haqida to'xtalib o'tmoqchi edim. Bu nima? Bu tadbirkorlik niqobi ostida faoliyat yuritayotgan firibgarlar. Afsuski, xohlaymizmi yo'qmi, bugungi kunda bor bundaylar. Ayniqsa oxirgi mana jarayonda e'tibor berayotgan bo'lsanglar, o'sha ommaviy axborot vositalarida juda ko'p demak chiqishlar amalga oshirilyapti. Bu o'sha haj va umra amallarini bajarish bilan bog'liq holatlar, turli tur firmalar ochilgan, tadbirkor sifatida faoliyat yurityapti, lekin shu yurtdoshlarimiz afsuski turli holatlarda o'sha Saudiya Arabistoniga borib bu yerda qolib ketish holatlari ro'y beryapti. Shu nuqtai nazardan nimaga e'tibor qaratmoqchiman? Mana shu tahlilga yuzlanganimizda juda ko'p holatlarda yangi ochilgan birinchi marta tadbirkorlik faoliyatini olib borayotgan tadbirkorlik subyektlarida ular faoliyatini boshlayapti-da va o'sha holatda qandaydir mana shunaqa firibgarlik holatlarini demak boshlab yuboryapti. Nima demoqchiman? Mana 2000 hozir bormi yo'qmi bilmayman. Liberal Demokratik partiyasining bitta loyihasi bor edi. O'sha yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha 2010-yillarda biz hozir hech qaysi partiyaga a'zo emasman va bu o'sha 2010-yillarda talabalik yillarimda Liberal Demokratik partiyani aynan kollej o'quvchilarini qo'llab-quvvatlovchi loyihasi bor edi. Adashmasam yosh tadbirkor degan stipendiyasi bor edi. Nima demoqchiman? Aynan yosh tadbirkorlarni mana shu tarzda ilhomlantirish, ularga sharoit yaratish bilan birga ularga balki huquqiy jihatdan ham mana shu ko'maklash masalasi ham bordir. Shu jihatlarda ham ishlarni amalga oshirishimiz kerakdir. Balki shu ham bugunning dolzarb masalasidir. Va bu borada albatta huquq muhofaza qilish organlari qatorida Ichki ishlar vazirligi, ichki ishlar organlari ham doimiy hamkorlikka tayyor va albatta birgalikda ishlasak, mana shunaqa yosh tadbirkorlarimizni qo'llab-quvvatlasak, o'ylaymizki, ularning kelajakdagi faoliyatlarida ham samarali natijaga erishishlarini kutishimiz mumkin. Rahmat katta ma'ruza uchun, ma'lumotlar uchun. Hozir mana tahlil va hisobotlarga ko'ra O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha juda jadal ishlar amalga oshirilyapti. O'sha oxirgi 2020-yilda korrupsiyaga qarshi kurash agentligi bo'lgan bo'lsa, 2017-yilda biz korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunni qabul qilgan bo'lsak va bu borada ishlar o'sha institutsional tizimda ham jadallashgan bo'lsa, qonunchilik sohasida ham o'zgarishlar yaxshi tomonga ketayotgan bo'lsa-yu, lekin bu ko'rsatkichni o'zgarishi qanchalik darajada bizni qoniqtiradi? Transparency International tashkilotining korrupsiyani qabul qilish indeksi 2020-yilda
O'zbekiston 180 ta davlat orasida 26 ball 146 o'rinni egallagan edi. 21-yilda 28 ballga chiqqan edik, 140 o'rinni egallagan edik. 22-yilda 31 ball 126 o'rinni egallagan edik. 23-yil yakunlari bo'yicha 33 ball. Ya'ni ko'rib turganimizdek, har yil 1 ball, 2 ball ko'payib, o'rnimiz yana ham yaxshilanib kelyotdi. Va 24-yil esa 32 ball, ya'ni 121 o'rinni egalladik. Bu hozir ballarga qaraydigan bo'lsak, 33 balldan 32 ballgacha tushdik. Bu nimaga bunday? Bu sababi nima deganda, haqiqatan ham harakatlar qilinyapti, choralar ko'rilyapti, lekin bu nisbiy taqqoslash. Ya'ni boshqa davlatlarda undan ham ko'proq qanaqadir samaraliroq effektga erishilgan bo'lsa, nisbatan davlatni bali shunga qarab o'zgarib turadi. Hozir 121-o'ringa chiqdik. Va lekin biz o'sha 3 yildan boshlab bor yo'g'i 5 pog'onagagina ko'tarilganmizda, 5 pog'onaga 126 dan o'sha 22-yilda 126 bo'lganmiz, hozir 121. Bu ko'rsatkich juda ham nima deydi, bemalol qilib qo'yishi kerak bo'ladigan ko'rsatkich emasda. Shuning uchun bu ko'rsatkich ham bizni butun dunyoda investitsiyalarni jalb qilishimiz uchun asosiy indikator hisoblanadi. Shuning uchun bu borada sabablarni aniqroq aytaylik. Bugun ko'tarilgan deyarli barcha yo'nalishlarda hali qiladigan ishimiz ko'p. To'g'ri, o'sha biz ma'lum bir darajadagi ishni bajardik. Aytganingizdek, buni bilan qoniqib o'tirib, mana hammasi zo'r bo'ldi, hamma vazifasini bajardik, natijalarga erishdik degan fikr bo'ladigan bo'lsa, mutlaqo noto'g'ri bo'ladi. Qilinadigan ishlar har bitta sohani olaylik, aynan iqtisodiyot sohasini olaylik. O'sha iqtisodiyot sohasini bir yo'nalishi, davlat xaridlarining o'zidagi hali muammolarni biz endi aniqlab oldik. Ayrimlarni bartaraf qilishga imkoniyat bo'ldi, lekin aksariyatini hali bartaraf qilishimiz kerak. Shuning uchun ham 5-martdagi hurmatli prezidentning e'tirozlari o'rinli bo'lgan. Biz o'shalarni bartaraf qilish bo'yicha yana ham ko'proq sarflashimiz kerak. Ko'proq natija ko'rsatishimiz kerak. Bu harakatni qilmasak, bu natijalar bilan uzoqqa bora olmaymiz. Aytganingizdek, investorlar, boshqalar hammasi to'g'ri baho beradi. Rahmat. Endi biz bu ko'rsatuvga tayyorgarlik ko'rish jarayonida endi ko'p tadbirkorlar bilan muloqot qildik, tahlillar o'tkazdik. Shunaqangi biz so'zlarga uchrayapmizki, ko'p tadbirkorlarimiz orasida shunaqa gap bor ekan, atkatini bermasang ishing bitmaydi. O'sha tahlillarimizga, o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi fikr munosabatlarga qaraydigan bo'lsak, bu davlat xaridlarida ishtirok etadigan bo'lsak, unga qo'lim urishim kerak, bunga qo'lim urishim kerak, noto'g'ri ish qilishim kerak degan har xil qarashlar borligi uchun bu davlat xaridlarida ishtirok etmayapti degan fikrlar bor ekan. Shuning uchun men bugun hozir press klubimizda so'z navbatini Iqtisodiyot va Moliya vazirligi departament direktori Sarvar aka Nazarovga bermoqchiman. Sarvar aka, bu davlat xaridlari sohasidagi bu atkat tizimi yoki bo'lmasa narxi sun'iy oshirish yoki o'sha to'g'ridan to'g'ri shartnomalarni tuzishdagi boyagi nohalolliklar masalasida yoki byudjet pulini o'zlashtirish bilan bog'liq bo'lgan masalalarni oldini olish bo'yicha qilinayotgan ishlar to'g'risida ma'lumot bersangiz, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Rahmat kattakon bizani taklif etganingiz uchun. Endi qisqacha aytganda, davlat xaridlari bo'yicha alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Mana shuncha spikerlar ham davlat xaridlari bo'yicha gapirildi. Endi o'zi davlat xaridlari nima uchun kerak, korrupsiyaga qarshi kurashishda qanaqa roli bor degan masalalar o'zi ko'tarildi. Shu bo'yicha ozgina qisqacha to'xtalmoqchi edim va albatta shu davlat xaridlarida qilinayotgan ishlar bo'yicha ham. Birinchi navbatda davlat xaridlari oddiy qilib aytganda, misol uchun har birimiz bozorga boramiz, bozorga borganimizda eng sifatli, eng arzon narxga xarid qilishni xohlaymiz va shu asosda bu o'zimizning pulimizdan olamiz. Endi davlat xaridlari bu oddiycha qilib aytganda, davlat tashkilotlari oddiy mana son saqlash, bog'cha, maktab, poliklinikalar yoki vazirliklar o'ziga kerakli bo'lgan ehtiyojli masalalarni pul asosida, ya'ni byudjetdan ajratilgan mablag'lar asosida xarid qilinishi deb aytishimiz mumkin. Shu asosida har bir tashkilot, ya'ni bu davlat xaridi nafaqat byudjet tashkilotlari, balki yirik davlat korxonalari qatnashadi. Bu Navoiy kon-metall kombinati, Olmaliq va boshqa juda katta yirik korxonalar qatnashadi. Qisqacha aytganda, bu davlat xaridlari bu o'sha
investitsion muhitni davlatni investitsion muhitni yaxshilashga bir undaydigan bitta soha deb hisoblanadi. Qisqacha aytganda mana o'tgan yilning o'zida 248 trillionlik bozor, ya'ni bu yalpi ichki mahsulotga nisbatan shu 17% dan ortiq bir bozor hisoblanadi. Ya'ni shu bozor orqali tadbirkorlik subyektlari qatnashib o'z mahsulotlarini shu tizim orqali ya'ni sotish imkoniyati yaratilgan. Endi qisqacha aytgan oldin o'zi qanaqa bo'lgan davlat xaridlari, qanchalik bu o'zgargan degan savollar ko'tarilishi mumkin. Qisqacha aytganda mana yaqin 7-8 yil oldin o'tadigan bo'lsak, davlat xaridlarida o'zi oliy ta'lim muassasalari, bog'cha maktab o'zi qanaqa olgan, kim bilan tuzgan shartnomalarni, qancha narxda tuzgandir degan savollar bo'lgan. Ya'ni u paytda unchalik aktual ham bo'lmagan, ya'ni hech kim ololmagan, ma'lumot ololmagan. Ya'ni o'sha bilasiz, oldin gazetalarda joylashtirardi e'lonlar, u gazeta ayrim shaxslar o'qirdi yo ayrim shaxslar o'qimasdi. Shu asosda juda ko'p bir katta bozorda, ya'ni amalga oshirilayotgan xaridlar qanaqa amalga oshirilayotgan ochiq qolib ketardi. Shu bilan birga oddiy qilib aytganda, mana 14-15-yilda davlat xaridlarida mana tahlil qilganda atigini 20 mingta tadbirkor qatnashgan. 20 mingta tadbirkor qatnashgan. Hozir qancha degan savolni men ko'tarishim mumkin. Mana hozir 280 mingdan ortiq tadbirkorlik subyektlar davlat xaridlari tizimidan ro'yxatga olib, shu tizimda ishtirok etyapti. Ya'ni bu nima, qanaqa erishildi degan savollarni ko'taradigan bo'lsak, misol aytganda, oddiy qilib aytganda, bu o'sha xaridlarning ochiqlanganligi. Ya'ni hozirgi kunda mana oddiy qilib aytganda, ommaviy axborot vositalarida har kuni biz ko'rishimiz mumkin davlat xaridlari orqali ko'tarilayotgan masalalar. Sarvar aka, shu yerda bitta narsaga aniqlik kiritib ketaylik. Demak, bu 20 mingta ishtirok etgan ko'rsatkich qaysi yilga to'g'ri kelgan? 14-15-yillarda, ya'ni o'sha davlat xaridlarida ro'yxatdan o'tgan tadbirkor subyektlar. Xo'p, hozirgi kunda demak 280 mingta tadbirkor, 280 mingdan oshiq tadbirkor davlat xaridlarida ro'yxatdan o'tgan. Endi shuni boshqacha ko'rsatkich bilan bizga bir solishtirib bering. 2024-yilda mana 248 trillion so'm mablag'dan oshiq davlat xaridlari amalga oshirilgan. Shunda nechta tadbirkor oldi sotish shartnomalarini tuzgan? Rahmat kattakon. Mana oddiy qilib aytganda, endi davlat xaridlarida bu raqobatli tizim qanchalik yaratilgan degan savol ko'tarishingiz mumkin bo'lardi. Oldingi mana 14-15 atikini ikkita tadbirkor qatnashardi bitta tanlovda. Ya'ni tanlovda ikkita maksimum 3 ta odam qatnashardi. Hozirgi kunda bitta mana oddiy qilib aytgan mebel mahsulotlarni biz tahlil qilganimizda, mebel mahsulotlari uchun ishtirok etayotgan tadbirkor sayyi 20 tadan ortiq. Bitta lotga 20 tadan 30 tadan ortiq tadbirkorlik subyektlari qatnashyapti. Ya'ni o'sha bu endi oddiy qilib aytganda shu o'zini ishlab chiqaradigan mahsulot shu tizim orqali sotishga imkoniyat yaratib beryapti. Albatta bu endi tizimda mana oldin ochiqchasi aytganda, ya'ni nimaga yana qanaqa erishildi savollar aytildingiz, mana xalq advokat tizimlari yo o'sha tovarlarni mana hamkasbimiz ham aytdilar, spikerimiz, ya'ni xato kamchiliklar masalasi bo'yicha alohida to'xtaldilar. Ya'ni oldin oddiy qilib aytganda, bilasiz, mana shartnomalar qog'oz shaklida tuzilardi. To'lovlar plachoshkalarni to'g'ri qog'oz shaklida tuzilardi. Hammasi bank orqali yoki g'aznachilik xizmati orqali elektron shaklda emas, balki qog'oz shaklida jo'natilardi. Hozir oddiy qilib aytganda, mana elektron auksion va do'kon tizimlarida tadbirkor bitta o'sha o'zini ishlab chiqarayotgan tovarni taklifini beradigan taqdirda, ya'ni hisob palatasi, ya'ni akkreditiv formula deyiladi endi oddiy qilib aytganda, o'sha asosida avtomat tarzda shartnomalar registratsiya bo'lib, ya'ni казначейство inson omilisiz registratsiya bo'lib, shu asosida pullar avtomat chiqib ketadi hisob kitob klinik palatasida. Ya'ni oddiy qilib aytgan tadbirkor bir kun ichida o'sha tovarni yetkazib beradigan bo'lsa, o'sha kun o'zida pullar xarid qiladi. Ya'ni inson omilisiz deganda, ya'ni bu jarayonlar qanchalik tezlashganini men to'xtab o'tmoqchiman. Ya'ni shu jarayonlar tezlashtirildi. Endi sun'iy intellekt bo'yicha ham alohida to'xtaldik. Misol uchun bu sun'iy intellektni o'tish uchun avvalambor o'sha tizim to'liq avtomatlashtirilgan bo'lishi kerak. Ya'ni elektronlashtirilgan, ya'ni mashina ichi tabirni bo'lishi kerak. Hozirgi kunda mana elektron auksion, ya'ni 5 ta xarid turimiz bor. Elektron auksion magazin va shu bilan birga hozirgi kunda biza konkurs va tender savdolarni va to'g'ridan to'g'ri tuziladigan shartnomalarni to'liq elektronlashtiryapmiz. Mana hozirgi kunda ikkita tumanda, shahar ikkita tumanida sinov tariqasida pilotdan o'tkazdik. Mana keyingi oylarda o'sha butun respublika bo'yicha o'tkazish, ya'ni elektron tarzda o'tkazish masalasini ko'ryapmiz. Sarvar aka, hozirgi kunda eng nozik masala, mana adkat tizimi haqida gapirdik. Adkat tizimini hali ham bormi shu narsa?
Bu muammolar haqiqatdan qaysi nuqtalarda uchrayapti? Rahmat kattakon. Endi qisqacha aytganda ikkinchi savolingizga o'tsam, ya'ni narx bo'yicha mana xabaringiz bor, 5-mart kuni hurmatli prezidentimizdan imенно narx platformasini ya'ni iqtisodiyot moliya vazirligi asosiy vazifalaridan bittasi shu qo'yildi. Ya'ni narx platformasi ekspert komissiyani tashkil etganda narx platformasi yaratish. Bu o'zi nima u qisqacha aytganda? Ya'ni O'zbekistonda barcha shu ishlab chiqarilgan tovarlarning o'rtancha narxini shakllantirish, ya'ni bozor narxini shakllantirishdan iborat bo'ldi. Bu asosan buni erishishimiz uchun mana hozir hamkasbimiz aytdi, nazorat qiluvchi organlardan, ya'ni shu qimmat narxlarda xarid qilinishi. Birinchi navbatda biz bozorda o'sha narxni o'rtachasini tizim orqali chiqarib beradigan bo'lsak, men o'ylashimcha shular oldini olinadi. Lekin uni qilishimiz uchun, misol uchun mana Xitoy davlati, boshqa ko'plab davlatlarda, rivojlangan davlatlarda misol uchun yagona klassifikator yaratilgan. Ya'ni misol uchun oddiy qilib aytganda, ya'ni bitta o'sha mahsulotni o'zi bozorda narxi qancha, ya'ni QR kod bilan belgilab, o'sha bozorda narxini aniqlashingiz mumkin bo'ladi. Biz shu narsa ishni boshladik ishni. Ya'ni qisqacha aytganda bu ya'ni bizda hozirgi kunda o'z xabaringiz bor. Soliq qo'mitasi alohida misol uchun o'sha muhit kodlari orqali amalga oshiradi tovar xizmatlarini, ya'ni ishlab chiqaruvchilarni. Bojxonada masalan TMV kodlari statistika orqali bizda o'zimizni o'sha tovar xizmatlarini klassifikatori yuritiladi davlat qayerda. O'shalarning hammasini jamlagan holda elektron platformani yaratish masalasi qo'ydi. Hozir shu kunni ishlayapmiz birgalikda hamma o'sha vakillar bilan, tegishli vazir idoralar vakillari bilan, ular tezkorlik bilan yaqin kunlarda joriy etiladi. Ya'ni bizani hozir yana aytilgan narsa, ya'ni o'sha bizda maxsus axborot portali mavjud. Uni yangicha, boshqacha usulda shakllanib, jamoatchilik ham ochiq, oydin, oddiycha qilinadigan tizim yaratiladi. Rahmat. Birinchi masalasi bo'yicha endi to'g'ri siz advokat masalalari aytdingiz. Birinchi navbatda bu advokat tizimini endi uni ya'ni oldini olish masalasini ko'rishimiz kerak. Bu oldini olish sun'iy intellekt birinchisi, ikkinchisi misol uchun o'sha ya'ni xabardor qilish tizimiga o'tish kerak bo'lamiz. Oddiy qilib aytganda, misol uchun mana har birimiz Yandex yo boshqa xizmatlardan foydalanamiz. Kirganda qanchalik xizmat yaxshi ko'rsatilgan yo muammosi nimadaligini opoveshение qilib yozamiz. Ya'ni ballni qo'yamiz va yozamiz masalasini. Ya'ni shu narsani biz o'sha yangi portalda hozir qilyapmizki, balki o'sha har bir jarayonlar, xaridda tuzilayotgan jarayonlarni o'sha yerda shuna holati bo'yicha yo zaказчиктан yo o'sha buyurtmachilardan yoki yetkazib beruvchilar shuna holatini olib ma'lumotini avtomat tarzda huquq-tartibot organlariga yuborish masalasi bo'yicha. Hozir mana Sarvar aka yana bir narsani aytmoqchimanki, mana hozir yuqorida huquqni muhofaza qiluvchi idoralar shu jinoyatlarni, korrupsiya jinoyatlarini sodir etganlarni aniqlab, javobgarlik masalasini hozir ko'rilyapti va sudlarimiz tomonidan tegishli hukmlar qabul chiqarilyapti. Endi masalan Moliya va iqtisodiyot vazirligi tomonidan shunaqangi noqobil deymizmi, nohalol xodimlarni aniqlash, ularga chora ko'rish masalalari qanaqa holatda ketyapti? Ya misol uchun endi xodimlarga nisbatan shaxsiy aytolmayman sizga. Ya'ni bu jarayonda bilasizki, ya'ni davlat buyurtmachilar bilan yetkazib beruvchi o'rtasidagi munosabat hisoblanadi. Ya'ni shartnoma munosabati hisoblanadi. Shartnoma munosabatda o'ta har bir o'sha korrupsionniy оговоркалар deyiladi. Ya'ni korrupsionniy belgilangan bandlari belgilangan o'sha korrupsionniy xavflarni qarshi kurashish bo'yicha bandlari berilishi inobatga olib o'sha asosda kurashish kerak bo'ladi. Lekin siz aytganingiz o'rinli, buni har birini xato kamchiliklarini biz avtomat tarzda, ya'ni o'sha sun'iy intellekt doirasida tegishli tashkilotlarga berib va shu bilan birga faqat tekshiruvchi organlarga emas, balki o'sha buyurtmachilar bilan yetkazib beruvchiga ham shuni holatni aniqlashtirib bo'lish. Ya'ni o'shadan ular oldindan o'zi harakat qilib shartnoma tuzmaslik, misol uchun. Oddiy qilib aytganda, masalan, bir kunlik firmalar bo'ladigan bo'lsa, o'sha bilan tuzilayotgan shartnomalarning ma'lumotini berib, riskini ularga xabardor qilib, ya'ni o'sha qizil bayroqchilar deymiz biz, red flags, endi butun dunyoda hozir boshqa davlatlarda joriy etilyapti. Ya'ni o'sha red flagslar asosida berib, uni oldini olish, ya'ni o'sha shartnoma tuzmasligi yoki xabardor qilish masalasini qo'yamiz. Agar shulardan o'tgandan keyin o'zi endi o'zingiz xabaringiz bor, bu o'zi nazorat qiluvchi organlar asosida, tegishli o'rganishlar asosida va sud qarori asosida amalga oshiriladi. Rahmat. Boyagi savolga yana qaytaman. 280 ta tadbirkor 2024-yilgacha ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, nechtasi shu savdolarda g'olib chiqdi, nechtasi shartnoma tuzdi? Ya'ni men shu aytmoqchimanki, 280 mingtadan ishtirok etganlaridan 100 mingdan ortig'i, ya'ni shartnomalar asosida tuzilgan shartnomalar. Ya'ni bizda qisqacha aytganimizda yiliga 1 million 800 mingta kontrakt tuzilgan.
1,800,000 kontrakt, nechta tadbirkor ishtirok etgan? Shu tadbirkor qatnashgan, u masalan u tenderda qatnashadi, lekin shartnoma tuzgan. O'sha 1,800,000 ta shartnoma bo'ladigan bo'lsa, 1,800,000 ta shartnomani tadbirkor soni nechta? Shartnoma tuzgan. O'sha 100 mingdan ortiq. Ya'ni men aytmoqchimanki, har bir jarayonda tadbirkor subyektlar ishtirok etib, shu davlat xayrlari orqali amalga oshiradi. Rahmat. Keyingi masalamiz bu qurilish sohasi bo'yicha, demak, tadbirkor uchun qurilish qilish juda katta muammo. Qurilishni boshlash davomida o'sha loyihani tayyorlash, ekspertiza qilish, qurilishga ruxsat olish jarayonlari ko'p vaqt oladi. Men qurilishga ruxsat olish uchun yoki bo'lmasa ekspertiza qilish uchun yoki men boshlashim uchun pulim turibdi, loyiham bor, hamma qilishim bor, lekin ruxsat olishimda muammo bor. Keyin qurilishni boshlaganimdan keyin uni nazorat qiluvchilar kelib, har xil holat nima bilan yana undan keyin yana muammo boshlanadi. U ham yetmaganda qurilishni tugatganimdan keyin uni qabul qilishda yana katta muammoga duch kelaman. Hammasida korrupsiya bor degan masalalarni aytyapti-da. Shu borada bizni qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligining vakillarini taklif qilganmiz. Bugungi kunda har bir qurilishni qilishimiz uchun loyiha ishlarini amalga oshirishimiz kerak. Hammamiz bilamiz bu narsani. Loyiha ishlarini amalga oshirishimiz uchun biz ruxsatnoma olishimiz kerak birinchi o'rinda. Ruxsatnoma bizda to'g'ridan to'g'ri inson faktorsiz amalga oshirilmaydi. Ya'ni hozirgi kunda Davlat xizmatlari markazi orqali amalga oshirilib keladi. Tadbirkor tomonidan Davlat xizmatlari markaziga ariza topshiriladi, yo bo'lmasam o'zining shaxsiy kabineti orqali ariza topshiriladi va u narsani o'zi anaqa ham qilib kelishi mumkin. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri murojaat qilish ham mumkin. Davlat xizmatlari markaziga. Va u narsani o'zi nazoratiga ham olib boradi. Undan so'ng bu narsa qurilish bo'limlariga, kadastrga tushib boradi, u narsa o'rganib chiqiladi. Ba'zi holatlarda u narsani atkaz qilishlardan e'tirozlar ko'p bo'ladi. Atkaz bo'lishining sababi tadbirkor obyektiga nisbatan qandaydir kamchilik yo bo'lmasam savolli, nizoli masalalar bo'lgan holatdagina atkaz bo'ladi. Ana o'shalardan e'tiroz bo'lishi mumkin. Mana endi eng nozik nuqtasiga keldiz Azxon aka. Mana rad javobi berilgandan keyin borib uni tushuntirishim kerak men. U bilan gaplashishim kerak, ijrochi bilan gaplashishim kerak va ijrochi bilan gaplashib tushuntirganimdan keyin yoki bo'lmasa u bilan muloqot qilganimdan keyin, munosabatga kirishganimdan keyin keyingi safardaginisida bunga ijobiy javob beradi deyishyapti. Lekin vaholanki men u yerda hech qanaqangi o'zgarish qilmayman. Faqat meni qiladigan ishim borib u bilan birinchi gaplashishim, kelishishim, tushuntirishim kerak edi. Lekin men amaliy hech qanaqa o'zgarish qilmayman dedi. U rad qilish aynan shu narsa uchun qilinadimi? Yo'q, aytib o'tganimdek, nizoli masalalar bo'lib qoladigan bo'lsa yoki savolli masala bo'ladigan bo'lsa, rad etiladi. Rad etilgandan keyin xodim hududga chiqib ko'radi, yo bo'lmasam bosh rejaga to'g'ri kelishi kelmasligini masalasida ko'rib chiqadi va hokazo. Ana u narsani ko'rib bo'lgandan keyin o'zini talablarini o'sha agar o'tdagi vakili bo'ladigan bo'lsa, gaplashib yozuv chizuvini qilib olishadi. Endi agar misol uchun tadbirkorning qanaqadir bir savoli bo'ladigan bo'lsa, biz har hafta 2 marta ochiq eshiklar kuni degan mazmundagi holat bo'ladi bizda. Har bir tadbirkor kelib turib, tuman kesimida ana bitta xonada barcha tumanlar o'tirgan holatda bemalol murojaat qilib, nima uchun bu rad etildi, sababi nima, yo bo'lmasam nima qilinish kerak yoki qanaqadir qo'shimcha ma'lumot olish kerakligi haqida ma'lumot bersa bo'ladi, ola oladi. Bu qulayliklar qanaqa darajada yaratildi? Mana masalan hozir baribir hozirgi aytayotgan gapimiz, tahlillarimiz inson omili ishtirok etyapti-da. Shuning uchun bu yo'nalishda ham ko'proq o'ylab ko'rishimiz kerak. Aslida shu holatda korrupsiyaviy nuqtalar borligini aniqlaganmisizlar? Hozir bizning mavzuyimiz nimada? Tadbirkor bilan muloqotda, munosabatda korrupsiyani yo'q qilishimiz kerak, bartaraf qilishimiz kerak. Nima uchun? Chunki tadbirkorlar rivojlanadigan bo'lsa, ish o'rni kengayadi, yalpi-ichki mahsulotimiz oshadi, soliq tushumi ko'payadi, odamlarimizning hayoti yaxshilanishi boshlaydi. Lekin tadbirkorning kayfiyati bu idoraga borib, qaysidir idoraga borib bu muammo bilan duch kelgandan keyin yana u qiyinlashishi mumkin. Shuni oldini olish uchun sizlarda qanaqa ishlar qilinyapti? 5 qo'l barobar emas.
bu holatlar ming shunchalik darajada shaffoflik qilib turib inson omilisiz qilgan holatimizda ham kuzatilyapti, okamlar aytib o'tganlaridek. Lekin biz hozir qo'shimcha ishlar olib boryapmiz, ya'ni sun'iy intellekt orqali butunlay arxitektor yo bo'lmasam bo'limni bu rad etishga ham yoki e'tiroz bildirmaslik qilishga ham mutlaq chiqarib tashlayapmiz. Shuni ustida hozir ishlayapti. Rahmat. Qurilish nazorati sohasida korrupsiyaviy holatlarni aniqlash, ularni oldini olish yuzasidan nima ishlar qilinyapti? Shular bo'yicha ma'lumot bersangiz, marhamat. To'g'ri aytyapsiz, haqli e'tirozlar bo'lyapti bu masalada. Bu korrupsiya nafaqat qurilish sohasida, butun dunyodagi bu muammo, butun dunyoning muammosi. Sohaga keladigan bo'lsak, qurilishdagi nazorat sohasida biz nazorat sohasini tahlil qilib chiqqanimizda nazorat tadbirlarida aniqlanadigan kamchiliklarni yashirish evaziga manfaat talab qilish, inspeksiya, hududiy inspeksiyalar tomonidan inspektorlar bevosita nazoratni joyida amalga oshiradi. Qurilishdagi nazoratni ta'minlash bo'yicha shaharsozlik norma qoidalari, qurilish norma qoidalariga talablariga amal qilayotganligini joyida nazorat qiladi. Endi shu jarayonni biz o'zimiz tahlil qilganimizda bevosita ularning ishtiroki ta'minlanadi joyida. Bu korrupsiyaviy holatni oldini nazorat jarayonida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan yozma ko'rsatmalar beradi, majburiy bo'lgan taqdimnomalar kiritiladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga asosan huquqbuzarlik sodir etilgan aniqlanganda javobgarlikka tortish choralari ko'riladi. Hozir mana 14-aprel kuni 25-yilni Prezidentimiz tomonidan aynan nazorat sohasini isloh qilishga doir O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni e'lon qilindi. Aynan farmonda ham shu narsalar nazarda tutildi va shu holatlarni oldini olish uchun sohada ko'proq raqamlashtirishga e'tibor qaratildi. Ya'ni mana hozir respublika markazida, markaziy apparatda va hududlarda bosqichma-bosqich qurilish jarayonlarini onlayn kuzatish markazlari tashkil qilindi. Tashkil qilinishi belgilandi. Va har bitta hududda o'sha ayni birinchi navbatda davlat obyektlariga bevosita o'sha kameralarni o'rnatish orqali to'g'ridan to'g'ri ma'lumotlar markaziy inspeksiyaga o'sha hududlarda ham tashkil etilgan markazlarga kelib turadi bevosita. Muhammadjon aka, mana rahmat. Mana baribir qurilish sohasidagi nazoratchilar hozir o'zingiz aytib o'tyapsiz, to'g'ridan to'g'ri o'sha joyiga chiqadi, tadbirkor bilan qurilishdagi o'sha qurayotgan obyektni mutasaddilari bilan to'g'ridan to'g'ri muloqotga kirishadi. Endi bu bizada o'sha yo'l harakati xavfsizligi tizimida shunaqangi bor edi, baribir o'sha gaylar mashinani to'xtatib haydovchi bilan muloqot qilardi. Ularda o'sha bodi kameralar qo'yildi, planshetlar qilindi va bu ko'p muammolarga, o'sha korrupsiyaviy nuqtalarga nima chek qo'yildi. Bu sizlarning soha ham shunaqangi rejalar bormi? Aynan shu yo'nalish bo'yicha o'sha onlayn kuzatish markazlari tashkil etilishi, bunda o'sha maxsus planshetlardan foydalanishi, planshetdagi ma'lumotlar to'g'ridan to'g'ri onlayn nimaqaga yetib borishi o'sha markazga, bodi kameralardan foydalanish bo'yicha ham alohida topshiriq berildi. Bundan tashqari shu mana hozir Azizxon aka ham aytib o'tdilar. Ruxsat berish jarayonlari, hujjatlarni tayyorlash jarayonlari hammasi o'sha davlat xizmatlari orqali bizga keladi. Hech qanday bir xodimlarni yoki fuqarolarni ishtirokisiz amalga oshiriladi. Bu davlat xizmatlari orqali kelib tushgan murojaatlar bevosita o'sha vazirlikning shaffof qurilish milliy axborot tizimi orqali qurilishda davlat nazorat tizimiga ulanadi va shu orqali nazoratlarni amalga oshiriladi. Rahmat. Muhammadjon aka, endi baribir hozir vazirlik idoralarini biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Bu yerda baribir muammoni hammasini sizlar ochiq oydin aytmaysizlar birinchidan, ikkinchidan bu narsani hozir agar debat qilinadigan bo'lsa juda katta nima chiqadi-da, ziddiyat kelib chiqadi. Shuning uchun men aytadigan narsam shundan iboratki, to'g'ri tushunamiz. Sizlarning hozir har bitta narsani sizlarning ishinglar, lekin bu yo'nalishda juda ham ko'p katta muammolar bor ekan. Endi aynan qurilish nazorati sohasida, chunki
biz o'tgan yili bu yo'nalish tahlil qilgan paytimizda bir yilda 30 mingdan oshiq obyektlar quriladigan bo'lsa, sizlarda o'sha 300 dan oshiq inspektorlaringlar bir kunda biz hisobladik, bir yilda bitta obyektga 2 kungina bora olish imkoniyati bor ekan. Bizning tahlillarimiz bo'yicha buni o'sha jismoniy jihatdan qamrab olishda muammo bor va bu yo'nalishda ham o'ziga xos o'sha korrupsiyaviy holatlar nuqtalari yetarli darajada. Buni albatta bartaraf qilish uchun choralarni ko'rish kerak va men nima uchun aytyapman bu narsani? Bu tadbirkorlarimiz bu yo'nalishda ishlar zo'r bo'layotganini sizni berayotgan ma'lumotlaringizdagi e'tirof etmayapti. Buni signal sifatida qabul qilib, albatta o'ylaymanki, tegishli choralarni ko'rish kerak. Rahmat ma'lumotlar uchun. Hozirgi aytgan masalalar bo'yicha bizda yetarlicha o'sha vazirlikda ham o'sha nazorat inspeksiyani o'zida ham yetarlicha tahlillarimiz bor. Siz aytayotgan narsani. Bu narsani biz aynan korrupsiyani oldini olish bo'yicha sohani avvalo birinchi bo'lib raqamlashtirish yo'nalishi bo'yicha biz tegishli chora-tadbirlarni belgilab ishlarni amalga oshiryapmiz. Rahmat. Bu tez kunlarda joriy qilinadi bu narsa. Rahmat. Endi keyingi masalamiz bu energetika sohasida tadbirkor murojaat qiladi. Boyagi yuqorida Azizxon aka aytganlaridek rad javobi energetika sohasidan ham keladi. Keyin yo'lini qidirishga to'g'ri keladi. Yo'lini topgandan keyin hamma ish tez osonlikcha bitib ketadi. Bu bo'yicha o'sha gaz idoralari, elektr ta'minoti korxonalari bu yo'nalishda qanaqa fikrda, qanaqa bunga izoh beradi? Haqiqatdan ham o'rinli savol tashladingiz. Bugun elektr tarmoqlariga ulanish yoki gaz tarmoqlariga ulanishda o'ziga xos aytaylik muammolar yoki korrupsion holatlar ham kuzatilishi bugun bor haqiqat. Mana misol keltirib o'taman. Yaqindagina Namangan viloyatida bitta holatda tezkor o'sha holatda qo'lga tushdi. Bizning xodimimiz $20 ming miqdorida pulni olayotgan paytda qo'lga tushdi. Endi bu xuddi siz aytayotgan holatda, ya'ni tadbirkorlik subyektiga o'sha transformator punktini o'rnatib berishda o'sha tamagirlik holati kuzatildi. Endi holatni raqamlashtirish bo'yicha bizda allaqachon tezkor qadamlar tashlangan. O'sha holat o'sha bevosita tadbirkorlik subyekti bo'ladimi yoki aholi iste'molchisi bo'ladimi, elektron tarzda texnik shartlarni olish imkoni mavjud. Lekin bitta lekinimiz borki, ya'ni o'sha raqamlashtirish tizimi aniq hali oxirigacha yetgani yo'q. Bu o'sha bevosita tadbirkorlar va o'sha bizni xodimlar o'rtasidagi korrupsion holatlarni keltirib chiqarishda asosiy unsur bo'lib xizmat qilyapti. Ya'ni texnik shartni tadbirkor o'z navbatida o'sha elektron tarzda olishi mumkin, lekin uni o'rnatish, amaliyotga o'sha aytaylik proyekt qilish, ya'ni loyihalashtirish davri hali elektronlashtirish holatiga yetib kelgani yo'q. Shunday holatlarda hozirgi kunda bir qator ishlar amalga oshirilyapti, ya'ni tizimni oxirigacha yetkazish, xususan o'sha bevosita podkulish deymiz-ku, ya'ni tayyor holda topshirish holatigacha elektronlashtirish, raqamlashtirish siyosati ayni paytda olib borilyapti. Endi masalaning ikkinchi tomoni ham bor, buni aytib o'tishim kerak. Bevosita hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati iste'molchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan o'sha korxona hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan mana bugun o'tirgan ko'pchiligimiz albatta iste'molchi hisoblanamiz. Bevosita bizning xodimlarimiz bilan o'sha yuzma-yuz kelishi bu fakt aniq, ya'ni kimdir yangi uy sotib oladi yoki yana kimdir boshqa xonadon sotib olishda rasmiylashtirish jarayonlari, raqamlashtirishimiz bor, lekin ayrim holatlarda mana misol keltiraman, kuni kecha hali bu ommaviy axborot vositalarida ham chiqqani yo'q. Aytish kerakki, biz tezkor Andijon viloyatida bevosita energiya savdo xodimi $1000 pora bilan qo'lga tushyapti. Bu bevosita o'sha iste'molchi tomonidan qonun buzilish holatidagi summani kamaytirib berish holatida o'sha tamagirlik holati tezkor tadbirda qo'lga tushyapti. Mana shunday holatlarda e'tibor berishimiz kerakki, bugungi kunda bitta amalga oshirilyaptiki, ilgari dalolatnomalarni tuzish shakli qog'oz shaklida edi. Mana bugun ayni paytda biz dalolatnoma tizimini joriy qilyapmiz. Bu tizimda qog'oz holat, ya'ni bevosita inson omili chiqib ketadi va xuddi GAEdagidek bizda ham planshetlar berishyapti. O'sha planshetlar orqali bevosita dalolatnomalar tuziladi va bu dalolatnomalar hech qayerga yo'qolib ketmaydi va undagi summani kamaytirishni ham iloji yo'q. Rahmat.
Faxriddin aka, rahmat. Avvalambor mana o'ziz holatlarni bu platformadan turib oldindan aytishingiz o'zi ham bu juda ham e'tirofli masala. Endi bir masala borki, tadbirkorlik subyektlarini e'tirozlarini aytaman. Birinchisi o'sha elektrda, gazda o'sha qarzdorlik. Hozir ularda elektron hisoblagichlarda aqlli sho'chlik yo'q. Ya'ni puli tugagandan keyin o'chirib qo'yadigan tizim ko'pchilikka o'rnatilmagan menimcha. Tadbirkorlik subyektlari to'liq qamrab olinmagan. Endi aynan shu joyda muammo bor ekan. Ya'ni u qarzdorlik yuzaga kelgandan keyin u qarzdorlikka yuzaga kelganligi sababli uni tarmoqdan uzamiz deb tahdid qilib o'sha manfaat talab qilish holatlari sodir bo'layotgan ekan. Tegishli qonunchilikka asosan tadbirkorlik subyektlari, yuridik shaxslar 100% oldindan to'lov bilan o'sha elektr energiyasidan foydalanadi. Siz aytgan kes bo'yicha balkim o'rganib ko'rishimizga to'g'ri keladi, lekin siz aytayotgandek haqiqatan ham shunaqa holatlar bizda uchrab turibdi. Bevosita o'sha qarzdorlik bor, qarzdorlik qaysi holatlarda vujudga kelib qolishi mumkin tadbirkorlik subyektlari bilan. Ba'zida holatlar shunaqa holatlar bo'ladi, ya'ni hisob varag'ini yetkazmagan holatlarda qarzdorlik vujudga kelishi mumkin. Shu jihatdan albatta siz aytgan masalani ko'rib chiqamiz, buni rahbariyatga yetkazgan holda ko'rib chiqib o'sha qandaydir takliflarni beramiz. Rahmat. Endi keyingi yo'nalishimiz bu soliq bilan bojxona yo'nalishi bo'yicha Davlat soliq qo'mitasi vakillarini biz taklif qilganmiz bugungi press klubimizga. Marhamat. Tadbirkorlar bilan muloqotda, demak, mahalla soliqchilarini demak, hujjatsiz tadbirkorlik qilish, tushumlarni yashirish, noqonuniy o'sha faoliyat bilan shug'ullanish borasidagi ishlarni bartaraf qilish uchun qanaqangi choralar ko'rilyapti bilan korrupsiya holatini yo'q qilish uchun? Marhamat. Assalomu alaykum spikerlar, press klub ishtirokchilari. Bugungi tadbir bevosita O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan tashkil etilganligi bu tadbir bir mavqeini belgilab bersa, bevosita boshqa tadbirlardan farqli jihati aynan tadbirkorlik sohasida korrupsiyani oldini olish va bartaraf etish yo'llari mavzusida bo'layotgan tadbirda bevosita tadbirkorlar bilan doimiy ishlovchi davlat tashkilotlari, idoralar, qonun buzuvchi o'rik xodimlar ishtirok etishi bu ham bir tadbirda nufuzini belgilab beradi. Korrupsiya bo'yicha tadbirlar ko'p, ayniqsa hozirgi kunda juda ko'paydi. Endi aynan bu yerda o'sha mavzu doirasida yuradigan xodimlarni, vakillarni ishtirok etishi yana ham bu mavzuni dolzarbligini belgilab beradi. Endi soliq organlari tomonidan bugungi kunda aytib o'tilgandek, o'tgan 2023 oxiri 24-yildan boshlab bizda soliq organlarida ham tubdan o'zgartirishlar amalga oshirildi. Jumladan mahallabay, korxonabay ishlash tizimiga o'tildi. Bu degani o'sha yurtboshimiz tomonidan talablari bilan soliq xodimlari quyuq hududgacha, o'sha tumandagi mahallagacha kirib bordi. Har bir mahallaga ikkita, uchta mahallaga bittadan bo'lib uchastka soliq nozirlari, o'sha soliq xodimlari biriktirildi. Bugungi kunda mahallabayda o'zida ham 4000 dan ortiq xodimlarimiz ishlab kelmoqda. Bularga yuklatilgan asosiy vazifa shu mahallalardagi hujjatsiz tadbirkorlar va soliq, yer va mulk soliqlarini undirishni nazorat qilish bilan bog'liq. Bu yerdagi asosan bo'lib turgan masala, endi bir savol tug'iladi, qani oldin nimaga tadbirkor soliqchidan qo'rqardi? Bunga bu qandaydir bir rasmiy bir nimalarsiz javob beramiz, chunki o'sha tizimdan o'zimiz chiqqanmiz, quyuq hududlarda ishlaganmiz, ko'rganmiz ko'zimiz bilan. O'sha 2010-yil yoki 14-yillar atroflarini eslaydigan bo'lsak, biz masalan bitta tadbirkorni tekshirish uchun oddiy bitta qog'oz bilan bildirgi qilardik. Kirardik, buyruq chiqardi, buyruq bilan kirib, kerak bo'lsa uni do'konida 100 millionlik tovari bo'lsa, tovarining kirim hujjati bo'lmasa, musodara qilib olib ketardik. Sudga olib chiqardik, sudda o'ziga jarima bo'lardi, tovarga jarima bo'lardi. Bundan tashqari tekshirishdagi o'sha musodara qilingan tovarlar ham o'z navbatida protokol bilan yo'qotiladi. Bitta tadbir bilan bevosita ko'p tadbirkorlarni yo'qolish sabab bo'ladi. Mana keyingi yillarda o'tkazilgan islohotlar natijasida birgina o'sha qisqa muddatli tekshirish hozirgi kunda sayyor soliq tekshiruvga aylandi. Buni asosi endi qandaydir inson omili yoki soliqchiga emas, umuman olganda o'sha tadbirkorlik sohasida nazoratini ikki qismga bo'lsak, avvallari tadbirkorga bahoni soliqchi o'zi bergan bo'lsa, bugungi kunda unga tizim baho beryapti, ya'ni dasturiy mahsul. Sayyor soliq tekshiruvlarining asosi soliq hamkori mobil ilovasi orqali fuqarolar kelib tushgan murojaatlari bizni tekshirishga asos bo'lyapti. Bu ham bir o'sha soliq organlari tomonidan amalga oshirilgan raqamlashtirishni
eng katta asosiy ahamiyatli tomoni. Ikkinchi yana bir bularni qo'rqadigan tekshirishi bor edi, bu soliq auditi. Ya'ni bu tadbirkor nima uchun bundan qo'rqadi? Bunda har bir yuridik shaxsni butun bir faoliyati tekshiriladi. O'sha vaqtlarda bu shunday ediki, mana misol sifatida oladigan bo'lsa, bitta viloyatda 10 mingga yaqin korxona bo'lsa, yilda boshida koordinatsiya bo'lardi. Ya'ni koordinatsiyada 10 mingtadan 1000ta tekshirilish kerak. 1000ta korxona tanlanardi. Shu orada ham ayrim korxonalar bilan bo'lib o'tgan salbiy holatlar, ya'ni soliq xodimlari kelishuv orqali shu ro'yxatdan chiqarishda amalga oshilardi. U qanchalik darajada soliq byudjetga zarar yetkazganligidan bexabar o'sha tekshirishlar va koordinatsiya ro'yxatiga kiritilmasdi. Hozirgi kunda bunday narsaga umuman barham berilgan, yaqin 5 yilda olib borgan islohotlar natijasida hozirgi kunda bizda soliq to'lamaslik xavfi yuqori bo'lgan soliq to'lovchilar tekshirish o'tkazilyapti. Bunga bitta misol 2024-yilda mana o'tkazilgan soliq auditlarini ko'radigan bo'lsak, butun O'zbekiston Respublikasida faoliyat ko'rsatgan tadbirkorlar 6.1% tekshiruvdan o'tgan xolos. Bu ham biz o'sha ishlab chiqqan dasturiy, CRM dasturi deymiz. CRMda bizda o'sha 3 xil rangda, ya'ni qizil, sariq, yashil qilib belgilab beradi. Shunga chiqqan qizil yo'nalishga tushganlarni hozirgi kunda tekshirishni amalga oshiramiz. Avvalgidek hech qanaqa koordinatsiya yoki kim qaysi soliqchiga haligi tabiatiga, kayfiyatiga bog'liq degan tomoni qolmagan. Holatlar haqida, korrupsiyaviy holatlar haqida. Korrupsiyaviy holatlar qanday korrupsiyaviy holatlar bo'lyapti va bularni oldi olinyaptimi yoki korrupsiya holatlari mutlaqo sodir etilmayaptimi soliq tizimida? Biz endi taqdimot tayyorlashda bu narsani ham haligi muammoni yashirishdan qochmadik. Mana buni ko'rsatib o'tganmiz. Ya'ni qaysi hozirgi kunda qaysi yo'nalishlarda bizda korrupsion xavflar risk sifatida saqlanib qolyapti. Bu bo'yicha yumshatish, minimallashtirish ishlari amalga oshirilyapti. Endi bu yerda biz eng og'riqli nuqtamiz bu ko'p byudjetga zarar yetgan holati qo'shilgan qiymat soliq salbiy farq summasini qaytarish holati edi. Bizda oldinlari bu bo'yicha mana yaqinda joriy yil 4-mart kuni ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan bo'lsanglar chiqdi. O'sha 200 milliarddan ortiq yetkazilgan zarar xavfsizlik tomonidan qo'zg'atilgan jinoiy ishlar doirasida qoplandi o'sha soliq xodimlari tomonidan. Bu yerda nima uchun aytmoqchiman? Bizda eng katta og'riqli nuqta shu edi. Mana bugun o'tgan yili prezidentimiz tomonidan qabul qilingan qarorga ko'ra barqaror reytingi yuqori bo'lgan tadbirkorlik subyektlariga bir kun muddatda hech qanaqa soliq tekshiruvlarsiz qo'shilgan qiymat solig'ining salbiy farq summasini qoplash masalasi joriy etildi. Mana shu kunga qadar bu narsa amalda qo'llanilib kelmoqda. Bu nimani berdi bizga? Inson omili siz oldinga o'xshab tadbirkor boshqarmaga borib hujjatlarni topshirib, boshqarma qo'mitaga tashlab berib, qo'mita uni ko'rib chiqib xulosa qilguncha bir hafta 10 kun yoki 30 kun muddat o'tar. Mana hozirgi kunda bir kunda avtomat tarzda hech qanday inson omilisiz bu narsa qaytarib berilyapti. Yana bir masala, endi hozirgi kunda bizda saqlanayotgan asosiy masala, biz mana 2024-yilda qo'zg'atilgan jinoiy ishlarni ham bevosita ko'radigan bo'lsak, 34 ta holatda 55 ta jinoiy ish qo'zg'atildi. Soliq xodimlariga nisbatan bu o'tgan 2023-yilga nisbatan 40% ga kam hisoblanadi. Chunki olib borgan islohotlar o'sha bevosita xodimlarning oylik maoshi bo'yicha olib borgan tadbirlar natijasida va boshqa o'sha korrupsion xavflariga nisbatan kurashishning natijasida shu 40% ga kamaytirishga erishdik. Endi bu 2024-yilda eng ko'p sodir etgan salbiy holatlar asosan siz aytib o'tganingizdek mahallabay tuzilmasiga to'g'ri keladi. To'g'ri summasi juda ko'p bo'lmasligi mumkin, lekin 500 ming so'm, 1 million, 4 million, 5 million ming dollargacha boradi buni olgan salbiy holatda sodir etgan summalari. Va yana bitta bizni ikkinchi yuqori ko'rsatkichimiz bu soliq nazorati tuzilmasiga to'g'ri keladi. 16 ta holatda bizda o'sha xodimlarimiz tomonidan jinoyat sodir etilgan. Mana o'shaning uchun muammoda ham yozyapmiz. Bugungi kunda biz o'sha korrupsiya xavf yuqori bo'lgan joylar o'sha soliq nazoratini ayrim tadbirlarda o'sha ayrim xodimlar tomonidan dalolatnomada hisoblangan soliqlar to'liq ko'rsatmaslik, mahallabay tuzilmasida o'sha mahalladagi ayrim hujjatsiz tadbirkorlarga homiylik qilish holatlari va shu bilan birga o'sha tadbirkor subyektlarga rahnamolik qilish holatlari saqlanib turibdi. Biz bu bo'yicha ishlayapmiz. Yaqinda mana yurtboshimiz tomonidan 5-mart kuni o'tkazilgan yig'ilishda ham bizni soliq organlariga 3 ta e'tirozi bo'lib o'tdi. Shulardan xulosa chiqargan holda yana biz Bosh prokuratura bilan bevosita ishchi guruh tuzib yo'l xaritasi ishlab chiqdik.
aynan shu yo'l xaritasida shu narsalarni aks etgan. Shuni endi keyingi yo'nalishimiz bu bojxona sohasi, chet eldan mahsulotlar olib kirishda kontrabanda, jumladan psixotrop moddalar, tamaki mahsulotlari, dori vositalari, pirotexnika va boshqa ruxsat etilmagan tovarlarni olib kirish bo'yicha va O'zbekiston hududida sotish holatlari uchramoqda. Bu endi ko'p ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalardan ko'rinyapti. Bu xususan bu yo'nalishda mana ijtimoiy tarmoqlarda yoshlar o'rtasida psixotrop moddalar va ruxsat etilmagan tamaki mahsulotlarini savdosi ham ko'zga tashlanyapti. Ushbu holatlarni oldini olish bo'yicha bojxona tizimida qanaqa ishlar qilinyapti? Mamlakatimizda shu ichki hududlarimizda ayrim o'sha yoshlarimiz o'sha psixotrop moddalar, boshqa kontrabanda ashyolariga duch kelish holatlari mavjud. Endi albatta bu kabi holatlar tadbirkorlarimizni o'sha noqonuniy daromad orttirish, o'sha bojxona to'lanishi lozim bo'lgan bojxona to'lovlaridan qochish yoki o'sha qonuniy yo'l bilan olib kirish imkoniyati mavjud emas bo'lgan tovarlarni aylanma chegara yo'llar orqali olib kirish holatlari mavjud. Bunga o'sha hujjatlari rasmiylashtirishdagi muammolar, ular shuni qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Endi bu yo'nalishlarda ham bojxona qo'mitasi tomonidan alohida tarkibiy tuzilmalar shu ish olib boradi. Ya'niki o'sha psixotrop moddalar, o'sha sifat kafolatlanmagan dori vositalari barchasini o'sha aylanma yo'llar orqali olib kirishda alohida tarkibiy tuzilmalarimiz bor. Kontrabandaga qarshi kurashish yo'nalishida ular doimiy ravishda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda shu tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Albatta bu tadbirlar natijasida ko'plab tadbirkorlar, endi soxta shu Qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlarimiz javobgarlikka tortilib ketish holatlari juda ko'plab uchramoqda. Bundan tashqari endi nafaqat aylanma yo'llar orqali, balki qonuniy shu qonunchiligi chetlab o'tgan holda ham olib kirish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Bu holatda ham shu bojxona qo'mitasi tarkibida alohida tarkibiy tuzilmalar ish olib boradi. Ya'niki tovarlari chiqishga ruxsat berilgandan keyin ham 3 yil mobaynida biz qayta o'rganib, ularning xususiyatini, tasniflarini qayta o'rganib, o'sha to'lanishi lozim bo'lgan bojxona to'lovlarini qo'shimcha undirish imkoniyatlarimiz mavjud. Tadbirkorlarimiz o'ylashi mumkin, o'sha rasmiylashtirish jarayonida hozir to'lovi kam to'lab, shu ishimni tezroq bitirib ketaman deb o'ylashlari mumkin, lekin bu o'sha bizni raqamlashtirish olib borilayotgan raqamlashtirish siyosati barcha jarayonlar shu raqamlashtirish axborot dasturlarimizda shu qoladida, bu jarayonlari ham barchasini shu keyinchalik chiqishga ruxsat berilgandan keyin ham. Endi bir nimani to'g'ri tushuning, hozir bu yerda tadbirkorlarni noqonuniy faoliyat haqida masala ketmayapti. Masala sohadagi korrupsiya. Tadbirkorlar o'zini mana shu noqonuniy faoliyatni amalga oshirish uchun o'sha tegishli tizimlardagi korrupsiya holatlari ta'sir ko'rsatyaptimi, yo'qmi degan ma'noda. Masalan, xorijdan noqonuniy tovar olib kirish uchun o'sha tegishli bojxona tizimi bo'ladimi yoki boshqa tizimlarni xodimlari qanaqadir yordam bermayaptimi manfaat evaziga degan ma'no kelib chiqyapti. Albatta to'g'ri ta'kidladingiz. Barcha sohalarda shu korrupsiya holatlari imkoniyati bo'lmaydi. Shu bojxona, jumladan bojxona sohasida ham tadbirkorlar bilan bevosita tovarlar rasmiylashtirish jarayonida avvallari bojxona xodimlari bilan kontakt yuzaga kelishi mumkin edi. Shu bu jarayonlarni ham barchasini shu hozir raqamlashtirish orqali, misol uchun mana rasmiylashtirish markazimiz bojxona qo'mitasiga ko'chirildi. Hozir rasmiylashtiruvchi inspektor tadbirkor bilan uchrashmaydi, ko'rishmaydi. Hammasini axborot texnologiyalari orqali, shu dastur orqali amalga oshiriladi. O'sha belgilangan vaqtlarda rasmiylashtirib berish lozim bo'ladi. Agar shu xato kamchiliklar bo'lsa ham tadbirkorga shu dastur orqali qaytarib shu javob beriladi-da, shu belgilangan vaqtlarda rasmiylashtirib beriladi. Bundan tashqari shu chegara bojxona postlarimizda ham olamizmi? Chegara bojxona postlarimizda ham shu kirish bojxona postlariga kirgandan to chiqib ketgungacha vaqtlari inobatga olib turiladi. Tadbirkorlarimiz bu vaqt mobaynida o'sha tovarlarni rasmiylashtirib bermasa, bu xodimlarga nisbatan o'sha minus
hisoblanadi. Shu tahlil qilinadi bu narsalar hammasi. Shuna nuqtai nazardan tadbirkorlarimiz bilan bugungi kunda keskin bojxona xodimlarining kontaktini kamaytirish bo'yicha samarali ishlar yo'lga qo'yilgan. O'sha rasmiylashtirish markazlarini alohida tashkil etilganligi, bundan tashqari o'sha bojxona ko'rigi jarayonlariga ham o'sha planshetlarimizni joriy qilib onlayn kuzatib turish imkoniyati yaratilganligiga ham bu o'sha korrupsiya omillarini birmuncha qisqartirishga katta hissa qo'shadi desak adashmagan bo'lamiz. Rahmat. Keyingi masala biz baribir kulminatsiyasiga kelishimiz kerak edi. Kulminatsiyasida bu shunaqangi masalaki, bu yashirin iqtisodiyotning rivojlanishi, noqonuniy faoliyat, nosog'lom raqobat muhiti bu tadbirkorlik faoliyatini juda katta, u tadbirkorlik sohasiga beriladigan juda katta zarba. Bu aynan korrupsiya omili bilan bog'liqligi bu hozir mana ko'rinib turibdi hammasi. Demak, korrupsiya holatlarini natijasida demak yashirin iqtisodiyotning hajmi oshib ketishi mumkin. Bu borada kimda qanaqa fikrlar bor? Mana shu yashirin iqtisodiyot bilan korrupsiyani bog'liqligi. Bizning maqsadimiz demak birinchidan yashirin iqtisodiyotni qisqartirish, bu O'zbekistonning iqtisodiy qudratini oshirish nuqtai nazaridan. Ikkinchidan tadbirkorlik sohasida raqobat muhitini rivojlantirishimiz kerak va bunga ta'sir qiladigan o'sha boyagi korrupsiyani yo'qotishimiz kerak. Shu yo'nalishda kimda qanaqa fikrlar bor? Umumiy o'sha kontrabanda masalasi bo'yicha yana bir endi masalani ichiga to'xtalishimiz kerak bo'ladi. Yana kimda fikrlar bor o'sha noqonuniy tovarlar savdosi bo'yicha yoki marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Juda ham dolzarb mavzu ko'tarilgan. Men Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti ilmiy tadqiqotlar va innovatsion departament rahbari sifatida mana ishlab chiqaruvchilar bilan biz ko'p muloqot qilamiz. Demak, xabaringlar bor, prezidentimizni shu bilan birga hukumatimizni bir qancha demak qarorlarga muvofiq iste'molchilar huquqlarini himoya qilishni ta'minlash, sertifikatlanmagan va kontrafakt va iste'molga yaroqsiz tovarlarni ishlab chiqarish holatlari hamda ularning aylanmasiga chek qo'yish, aholini sifatli iste'mol tovarlari bilan ta'minlash vazifalarida shu bilan birga o'sha kontrabanda va kontrafakt mahsulotlari bilan kurashish, shu bilan birgalikda o'sha xufiyona iqtisodiyot va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti ham o'zining boy ilmiy innovatsion tajribasi asosida o'sha bir qancha tadqiqotlar amalga oshirmoqda. Shu jumladan mana biz hududlar kesimida butun O'zbekiston miqyosida demak bo'sh sigaret qutilarini yig'ib ularni tahlil qilamiz va hozirgi kunda mana bu demak aksiz markasiz sigaret qutilarini ulushi 10% tashkil etdi. Biz ish boshlaganimizda 2023-yili bu ko'rsatkich 25%gacha ko'tarilgan edi. Biz o'sha butun respublika hududida 10,000 dona sigaret qutilarini yig'ib, ularni tahlil qilib, bazasini yaratib, har bitta qutini ekspertizasini tashkil qilib, ushbu demak 10% ko'rsatkichga demak biz ko'rsatdik. Albatta chekish bu sog'liq uchun zarar, lekin aksiz markasi bo'lmagan, ogohlantiruvchi yozuvlar va suratlar tushirilmagan, ya'ni O'zbekiston bozori uchun mo'ljallanmagan sigaretlarni iste'mol qilish aholi salomatligi uchun juda katta bir zarar hisoblanadi. Bu esa o'sha davlat byudjetiga xususan sog'liqni saqlash tizimiga yo'naltirilayotgan mablag'larni kamayishiga olib keladi. Kontrabanda bu sigaretaning o'rtacha narxini pasaytiruvchi bir omil sifatida aholini o'rtasida chekishni ko'paytirishi mumkin va ayniqsa yoshlar uchun chekishni demak ommalashishiga olib keladi. Kontrabanda bu yashirin iqtisodiyotning bir ko'rinishi sifatida jamiyatda jinoyat va korrupsiyaning o'sishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun sigaretlarning noqonuniy savdosini nazorat qilish bu bizning universitetimizda bitta ilmiy innovatsion yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Sigaretlarni va ularning zararlari haqida aholini muntazam ravishda xabardor qilib borish, kontrabandaga qarshi samarali kurashish, noqonuniy tamaki savdo zanjirini uzish bo'yicha faol ma'muriy va iqtisodiy choralar noqonuniy tamaki mahsulotlariga qarshi kurashishda muhim omil hisoblanadi deb hisoblaymiz. Rahmat. Sizlarning tahlillaringizda aynan shu kontrabandani shunaqangi 10% holatini aniqlanishiga korrupsiya sabab bo'lishi mumkinligini tahlil qilib ko'rganmisizlar? Biz buni bitta metod bilan emas, bir qancha metod bilan hisoblaganimizda, mana ya'ni shu talab va taklif orqali hisoblaganimizda ham shu ko'rinish, shu protsentlarga kelyapmiz. Albatta bu oddiy sigaretlarni ishlab chiqarish, misol uchun kichkina tadbirkorlar bilan bo'lmaydi. Ishlab chiqaruvchilarning o'zlari
o'sha aksiz solig'ini to'lashdan manfaatdor. Lekin mana tahlillar ko'rsatadiki, ushbu demak noqonuniy tamaki mahsulotini demak aylanmasini asosiy bitta omillardan biri bu kontrabanda. Bu o'sha jinoiy guruhlar tomonidan amalga oshiriladi. Bu yerda esa albatta korrupsion omil juda ham yuqori. Rahmat. U qilayotgan ishda yaxshi hisobotlarimiz o'zini yo'liga, lekin muammo hali ham bor. Shuning uchun bu bojxona idoralardan ham, soliq idoralaridan ham bu boradagi o'sha kurashda faol bo'lishini biz so'rab qolamiz. Marhamat, rahmat. Joyingizga kelaverishimiz mumkin. Yana kimda fikrlar bor, kimda marhamat. Kontrabanda jinoyati uchun alohida jinoyat kodeksida modda berilgan. Bu moddani predmeti boshqa predmetlari ham bor, olib kirilayotgan tovarlar. To'g'ri, bu tovarlar korrupsiyaviy yo'llar orqali olib kirilishi, mana misol uchun u qator qurollarni, giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalarning analoglarini va shu bilan bir qator tarixiy madaniy yodgorliklarni va shuningdek mana qimmatbaho o'sha narsalarni olib kirish ham bu kontrabanda jinoyatining predmeti sifatida qaraladi. Hozir bu kishi bittagina nimasini ochdilar. Bu ham to'g'ri. O'sha kontrabanda yo'li orqali olib kelayotgan aytib o'tgan o'sha predmetlar ham bevosita korrupsiyaviy yo'l orqali olib kelinishi, ya'ni o'sha jinoiy daromadlarni legallashtirish masalalarini qamrab olishi va shuningdek buning orqasidan o'sha davlatga jiddiy ziyon yetkazilishi ham demak o'sha korrupsiyaviy omil sifatida olib kelinadi o'zi aslida bunaqa olib qaralganda. Shundan kelib chiqib turib, bugungi kunda kontrabanda jinoyatini o'sha predmetini ko'pligi, hajmining ko'pligi ham bevosita o'sha korrupsiyaviy omillarni bir qancha yo'nalishlarda ham sodir etilishiga sabab bo'ladi. Misol uchun giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalarni olib kirilishi bevosita bugungi kunda yoshlarni o'sha giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalarga ruj qo'yilishiga yoki bo'lmasa o'sha giyohvandlik vositalari bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlarning ko'payishiga sabab bo'ladi. Bu ham o'zi aslida korrupsiya bilan bog'liq. Chunki korrupsiyaviy yo'llar orqali olib kelinadi. Yoki bo'lmasa o'sha u qator qurollarning olib kirilishi ham bevosita o'sha boshqa jinoyatlarni ham korrupsiyaviy jinoyatlar bilan birgalikda sodir etilishiga sabab bo'ladigan omil sifatida qaraladi. Shundan kelib chiqib aytmoqchimanki, kontrabanda jinoyatni o'zini ham obyektiv tomondan belgilari mavjud. Ya'ni bu demak o'sha bittagina bu kishi aytib o'tgan o'sha tamaki mahsulotlarini aytib o'tgandan tashqari boshqa predmetlarni ham o'z ichiga qamrab oladi. Rahmat. Yana kimda fikrlar bor? Marhamat. Man Timur Aripovman. Man tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi kafedra dotsentiman, jamoat salomatlik mutaxassisiman. Mana bugun mana shu tamaki mahsulotlari haqida gap yuritildi. Mani soham uchun bu juda dolzarb muammo deb hisoblayman, chunki mana vaqt sari bizni hududimizda mana shu tamaki mahsulotlarining iste'molini pasaytirishga yo'naltirilgan qonun qoidalar joriy etilmoqda. Bu juda muhim ijobiy jihat deb hisoblayman. Mana yaqinda biz o'sha elektron moslamalar yoki o'sha butun dunyoda vape degan mahsulotlarga chek qo'yishni amalga oshirishni boshladik. Lekin umuman mana shu tamaki iste'molini pasaytiruvchi siyosati tarkibida juda muhim jihat bu qanaqadir alohida tamaki mahsulotlari emas, balki butun mana shu tarkibida tamaki mavjud bo'lgan mahsulotlarning iste'molini pasaytirish ham bu o'sha jamoat salomatlik siyosatida juda katta e'tiborga ega bo'lgan jihat hisoblanadi. Mana xususan bizni hududimizga xos yana bir xususiyatimiz bor. Bu bizni aholimiz ichida nosvoyi iste'moli. Bu juda ham muhim jihat. Endi mana biz hozir korrupsiya haqida gapirmoqdamiz. Endi masalan korrupsiya haqida gapirganimizda biz ko'pincha o'sha davlat idoralariga haddan tashqari imkoniyat yoki nazorat kuchi berishidan kelib chiqadigan holat deb tushunamiz buni. Lekin aynan mana shu sohada bizda umuman davlat idoralari tomonidan umuman hech qanaqa siyosat yo'qligi sifatida mana shu holatni biz muhokama qilishimiz kerak bo'ladi. Ayniqsa mana shu nosvoy sotish, o'sha tamaki mahsulotlarini ishlab chiqarish va xususan o'sha har bitta xonadon, har bitta xususiy tadbirkor o'sha nosvoy ishlab chiqarish jarayonida qaysi standartlarga muvofiq mana shu mahsulotni ishlab chiqarish bu hozirgi paytda biz uchun juda katta muammoga aylanmoqda. Nosvoy mahsuloti uchun bizda deyarli hech qanaqa standart mavjud emas. Nosvoy mahsulotlari bizda har xil turlari bozorda xuddi haligi pistaday sotiladi.
lekin salomatlikka bu darajada xavf yetkazadigan mahsulot bunaqa erkinlik jihatdan sotilmasligi kerak. Bu juda katta muammoga olib keladi. Va buni ham Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham boshqa mana shu jamoat salomatlik muhofaza etuvchi Birlashgan Millatlar Tashkilot barcha mana shunaqa tashkilotlari ham bunga katta e'tibor qaratishmoqda. Endi qaysi jihatdan bu korrupsiyaga aloqadorligini men bilmadim, lekin menimcha korrupsiya bu nafaqat davlat tizimining haddan tashqari aralashuv bilan ko'rinadi, balki davlat tizimini umuman aralashmasligidan ham qanaqadir nima desa bo'ladi, mezon sifatida ham qabul qilinishi mumkin bo'ladi. Rahmat fikrlar. Biz bu sohaga ham e'tibor qaratishimiz kerak. Rahmat fikrlar uchun. Rahmat fikrlaringiz uchun. Endi bu yo'nalishda ham tegishli idoralarga fikrlaringizni biz albatta yetkazamiz. Yana qo'shimcha bormi kimdir fikrlar? Marhamat. Men tamaki soz uyushmasini raisi bo'laman. Tamaki soz uyushmasini bularning safida tamaki mahsulotlarini ishlab chiqarish korxonalari kiradi. Mana shu atrofida xizmat qiladigan idoralar hammasi ta'sischisi bo'ladi. Endi bu kishi juda ham to'g'ri gap gapirdilar. Nosvoy to'g'risida biz bu masalani 1-3-4 yil oldin o'rgangandik. Birdaniga haligi aksiylar oshib ketgandan keyin tabaki mahsulotlariga shunda tamaki o'sha sigaretalar narxi oshib ketgan edi. Shunda biz haligi shunaqa bir o'rganish qildikki, bular ko'plari nosvoyga o'tib ketgan. Shunda biz Toshkentda o'sha bozorlarga borib, Yunusobod rayonida, Chorsuda sotadigan joylarga borib gaplashdikda, o'sha nimani nosvoyda ishlab chiqarish odamlari bilan gaplashdik. Bular juda ham haligi markazlashgan bir tizimga o'xshagan narsa ekan. Har bitta o'sha haligi nosvoyda ishlab chiqarish haligi boyvachchalari unda bir 50 tadan distributorlari bor. Bu qanaqadir tizimda, endi tizim. Endi biz o'sha har bir viloyatdan analiz qilib namuna olib borib laboratoriyaga topshirsak, bu laboratoriyada shunaqa bir haligi bularning tarkibida mishiyak bormi, stronsiy bormi, kadmiy bormi, даже haligi simop ham chiqqan. Masalan, mana shu mishiyak bo'yicha 500 karra oshiq bo'lgan sanitariy normalardan bo'yicha. Endi men nima demoqchimanki, mana bizni masalan oddiy sigaretalarni chiqaradigan korxonalarimiz respublika bo'yicha 1 yilda 5,5 ming tonna tamaki bargini ishlatadi. Qarang, lekin davlatga 4 trillion so'm mablag' byudjetga tushadi har yili. O'sha ishlab chiqarilayotgan mahsulotni kontroldan o'tadi, tekshiriladi, hammasi nima bo'ladi. Endi mana Qishloq xo'jalik vazirligini o'rganishlari bo'yicha mana shu nosvoy chiqaradigan insonlar hamchi 5,5 ming tonna nimani tamaki bargini ishlatar ekan. Bu demak bir xilda endi. Biz haligi sigaret chiqaradiganlar 5,5 ming haligi tonna chiqarsa, bular ham 5,5 ming tonna chiqaryapti. Lekin bularning mahsulotini hech kim tekshirmaydi, hech qanaqa aksiz to'lashmaydi. Endi men nima demoqchiman? Biz o'sha analizlarni olib bordikdan o'sha bozorlarga borib gaplashdik o'shalar bilan. Aslan tushunmayapsizlarmi? Shu bular sizlar zaharni tarqatyapsizlar-ku. Desak, ular aytadiki, biz hammasini tushunib turibmiz deydi. Bizga bitta standartlarni beringlar, standartlarni bersalaring biz ham o'sha standart rioya qilib, standartlarga rioya qilib o'sha mahsulotni chiqaramiz degan gap qilishdi. Lekin endi bu gap 3-4 yil oldin bo'lgangi gap. Haligacha o'sha standartlar yo'q. Mana hozir doktor shu standart to'g'risida gapirdilar. Meni taklifim shunaqaki, mana masalan sigaretga biz 100% aksiz beramizda. Endi nima nosvoyga unaqa aksiz berib bo'lmaydi. Agarda standartlar bo'lsa, o'sha standartga rioya qilib o'sha mahsulot chiqarayotgan bo'lsa, aksizni ham ozgina berish kerak, chunki kam ta'minlangan iste'molchilar iste'mol qiladi u nosvoyni. Masalan 10% berilsa, shunda ham har yili davlat byudjetiga 400 milliard so'm
atrofida suv tushadi. Rahmat. Yana kimda qanaqangi fikrlar, takliflar bor? Marhamat. Assalomu alaykum uchrashuv qatnashchilari. Men ham endi fursatdan foydalanib marhamat. Bir ikkita fikrlarni gapirib ketmoqchi edim. Uzbat qo'shma korxona generalniy direktorining maslahatchisi bo'laman. Bekulbekov Alisher Faridovich. 2 yil burun shu press klub jarayonida noqonuniy farmatsevtika, alkogol, tamaki mahsulotlarini masalasi bir muhokama bo'lgan edi. O'shanda qatnashgan edim. Hozir etildi 25% ga yaqin bozori o'sha tamaki bozorini 25% kontrabandaga aylanib ketgan edi. Bu degani 1 milliard so'm yo'qotish byudjet uchun edi. O'sha muhokamalardan keyin konkret bir harakatlar bo'ldi. Shu bugunga kelib 10% ga tushdi endi o'sha kontrabanda tamaki sohasida. Bu endi международный подходlarni, reytinglarni oladigan bo'lsak, bu nima deydi? 5% gacha xavf uncha katta emas, 10% gacha bu xavf va 10% dan balani bu juda ham xavf, qat'iy bir choralar ko'rilishi kerak. Shu choralardan bittasi o'sha 2 yil burun ko'tarilgan edi. O'zbekiston territoriyasidan anaqa tranzit sifatida tamaki mahsulotlarini olib o'tish 18-yilda bekor qilingan edi, depozit qilish. Shu narsani ko'targan edik, yana qaytib kiritish to'g'risida. Shu narsa o'tgan yil qabul qilindi va hozir endi har bitta o'sha tranzit o'tganlar depozitini qo'yish kerak aksiz. Nima uchun? Chunki ko'p shunaqa случайlar sababli bo'lganda O'zbekistonga mahsulot kiradi, yo'q bo'lib ketadi, tarqatiladi. Shu noqonuniy aylanmani yuqori ushlashda bir nima deydi, qulay bir yo'lni topib olishgan edi. Gapirib o'tildi, bu katta bir nima deydi, o'yinchilar bu narsaga jalb qilingan, maxsus Dubai Free Economic Zonada maxsus zavodlar ishlaydi, 23 tami 26 ta. Butun jahonga mana shunaqa noqonuniy o'sha sigaretlarni aylantirib jo'natib yotadi. Shuning uchun bu press klubda muhokama konkret bir nima deydi, ijobiy bir nima deydi, natijalarga olib keldi. Endi hozir men nosvoy to'g'risida gapirishyapti. Nosvoy masalasida O'zbekiston bir unik davlat, chunki 2 million nosvoy chekadigan yoshi 21 yoshdan ulug' odamlar bor. Lekin 2 yil burun afsuski nima deydi, Oliy Majlis mana shu snus degan narsaga zapret qo'ydi, bu o'sha nosvoyga bo'lgan bir alternativa edi. Endi 2023-yil bu qonun qabul qilingan bo'lsa, 24da amalga kirdi. Endi deputatlar o'ylaydiki, shu zapret qildik, muammo yechildi deb shunaqa deb o'ylashadi. Vaholanki hozir bozorda oldin bu 50 ming so'm zakonniy kontrolda ishlab chiqilgan o'sha tamaki snus bo'lgan bo'lsa, hozir ham bozorda bor, hozir ham iste'molda, lekin narxi 150 ming so'm. Shuning uchun qanaqadir bir qarorlar qabul qilayotganda emotsional bir yondashuv bo'ladi, bu har doim to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun bir o'sha yoshi ulug' bo'lgan, nos chekadimi, sigaret chekadimi, alternativani biz olib qo'ysak, bilmadim, ertaga o't chekadimi, yana boshqa. Bu narsada Shvetsiyani bir juda ham zo'r tajribasi bor. Yevropa davlatlarining orasida birinchi tamaki tutunidan erkin bo'lgan davlat anaqasini unvonini olishga juda yaqin turibdi. Chunki hozirgi kunda chakuvchilar o'sha tutunli sigaret o'sha chakuvchilar уровени 5-6%. Yevropada 23 bo'lsa, Shvetsiyada 5-6%. 5% dan kamaytirsa bu tutundan erkin birinchi davlat bo'lib Yevropada qabul qilinadi. Nima sababdan? O'tda shu snus, tamakili yo nikotinli snus juda keng anaqa endi bizning maqsadimiz targ'ib qilish emas, foydalanishga anaqa qilingan va bu narsa o'sha saraton kasallarini ham Yevropada eng past darajaga olib kelishga imkoniyat bergan.
shuning uchun man o'ylayman birgalikda hamma harakat qilsa qonunchilik bilan shug'ullanadiganlar, tadbirkorlar, o'sha prokuratura deymizmi, налоговый, таможня hamma birgalikda ishlasa korrupsiya ham yo'q bo'ladi va boshqa nima deydi, hamma yo'nalishlarimiz yaxshilanadi. Hurmatli ishtirokchilar, yana qo'shimcha fikrlar, takliflar bo'ladigan bo'lsa, marhamat, lekin vaqt jihatdan juda cho'zilib ketdi, chunki mavzu, men boshida aytdim, bu juda nozik mavzu, qiziq mavzu, muhokama qilishimiz kerak bo'lgan mavzu. Shuning uchun biz o'zi rejalashtirgan paytimizda ko'p sohalarni taklif qilishni mo'ljallagan edik, rejalashtirgan edik, lekin shu vaqt jihatdan ulgurmaymiz deb biz qisqartirishga majbur bo'ldik. Endi lekin bugun ham ko'p masalalarni muhokama qildik, yechimlar haqida gaplashdik. Eng muhim jihatlaridan biri muammoga ochiq-oydin biz nazar tashladik. Muammoni ochiq-oydin o'sha vazirlik, idoralar, tegishli tashkilot mutasaddilari bu masalaga ochiq-oydin o'sha munosabatlarini, ma'lumotlarni aytishdi. Hurmatli ishtirokchilar, agar sizlarda qo'shimcha takliflar, fikrlar, marhamat Ulug'bek aka, qisqa xulosa qilamiz. Birinchidan rahmat demoqchi edim. Endi aynan bugungi mavzu bizani agentligimizga taalluqli bo'lganligi uchun bir ikkita takliflar bor. Siz bugun yig'gan mehmonlarni, ekspertlarni qaraydigan bo'lsak, aynan tadbirkorlarda muammo keltirayotgan sohalardan taklif qilgansiz. Juda yaxshi imkoniyat bo'ldi bizlar uchun ham. Yuqorida endi aytilganda, mana masalan har bitta sohani vakili bizani yo'nalishimizda korrupsiya xavflari bormi, yo'qmi degan fikrni, savolni o'ziga qo'yish kerak. Ya'ni o'sha siz aytgan yondashuv, siz o'shani kutdingiz, o'shani so'radingiz. To'g'ri, har bitta vazirlik, idora bizada masala yo'q, muammo yo'q degan pozitsiyani olishga tabiiy hol. Lekin sal o'zgartirib biza mana oddiy savol berishimiz kerak. Bizani yo'nalishimizda korrupsiyaviy xavflar yoki jinoyatlar amalga oshirilyaptimi? Qaysi holatlarda, nima sabab bo'lyapti bularga yo'l qo'yib berishimizga? O'shani ko'proq tahlil qiladigan bo'lsak, bu yerda sizlarda juda katta yordamlaringiz kerak bo'ladi, bizga agentlikka ham. Aynan mana sizlarni Liberal demokratik partiyani vakillari aksariyat tadbirkor bo'lganligi uchun tadbirkorlar aynan o'ziga muammo keltirayotgan masalalarni qo'yib bersa, u narsa bor. Dastlab bizga bir qismini tashlab berdingiz. Keyinchalik ham hamkorligimizni davom qilsakda natijada nima bo'ladi degan savol bo'ladigan bo'lsa, mana xabarlaringiz bor. Yaqinda korrupsiyaga qarshi kurash strategiyasi qabul qilinadi. Strategiyaga davlat dasturi ilova qilinadi. 2 yillik bo'ladi. 2025-26. Hozir bizning harakatimiz shunga. Endi o'sha dasturga biza hozir bugun ko'tarilayotgan masalalarni ham yechimini kirgizishimiz mumkin. Aynan sizlarning yo'nalishlaringizga taalluqli, partiyaga taalluqli, ya'ni qonunchilik inisiativa masalasi, qonunchiliklarni takomillashtirish masalasi bo'yicha ham konkret ishlashimiz kerak deb o'ylayman. Chunki ko'p masalalar sal yoritildi-yu, lekin yechimi bo'yicha biz oxirgacha yetib bora olmadik. Shuning uchun bu yerda biz siz bilan birgalikda hali ko'p ishlashimiz kerak. Har bitta hamkasblarimiz bilan birgalikda o'sha dasturga bo'lsa, dasturga bo'lmasa, nima bo'lmasa ham natijadorligini ta'minlaydigan bir harakatni oxirigacha yetkazishimiz kerak. Albatta, rahmat. Endi biz bugungi press klubimiz davomida rejalashtirilgan masalalarimiz qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha takliflarni yig'ish, javobgarlik masalasidagi o'sha choralarni qanchalik darajada hozirgi kundagi talablarga mosligi, bu yo'nalishlar bo'yicha ham ko'p masalalarni biz rejalashtirgan edik. Afsuski vaqtimiz chegaralangan bo'lganligi uchun, yetmaganligi uchun ulgurmadik. Hurmatli ishtirokchilar, bugungi bizni press klubimizni maqsadi tadbirkorlar uchun sog'lom va barqaror muhit yaratish edi va buning uchun korrupsiyani oldini olish va sohadagi korrupsiyani bartaraf etish bo'yicha fikrlashish edi va bu yo'nalishda biz o'zimiz ko'zlagan maqsadimizga erishish uchun birinchi qadamlarni qo'ydik. Hammanglarning e'tiboringlar uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.